Siz tufayli shu yuksalish maktabiga keldik. Har 10 ta boladan 8 ta bola bu albatta texnologik jarayonlarga qiziqadi. Masalan, qizlar ham konstruksiyalarimizni sovg'a sifatida sizlarga yetkazamiz. Aynan o'sha konstruksiyalar sizlar uchun foydali bo'ladi. Farzandingiz uchun ham, o'zingiz uchun ham. Xatolardan qo'rqmaydi bola hayotda. Xato qilib qo'ysa bo'ldi degan narsalar bo'ladi. Mana shu podkastimizdan bir ota-onalar ko'rsa bir manfaat olsin. Ta'lim jarayonida aynan robototexnikada bola xato qilish normal ekanligini tushunadi. Kommentariy zo'r fikr bildirgan sohada, o'g'lim nimalarga qiziqadi va telefon raqamini qoldirsa, like va podpiska bosib, 10 ta do'stiga borib, bizga yozsa, men 3 ta o'quvchini aynan tekin dars o'tib beraman. Prosta qaysiga qiziqadi? Robototexnika qiziqadimi? Qilib beraman. Ya'ni dars o'tish jarayonida dasturlashga qiziqadimi, robototexnika qiziqadimi, shuni aniqlab beradi. Aniqlab, misol uchun 2 million atrof pul topyapti. 6-sinf bu maktabda ham o'qiydi, dars qiladi, robototexnika o'rganib topyapti. Modellar chiqaradi, shuni qarab, 3 ta printer bor, o'zi olib o'sha daromadga kiryapti. 6-sinf bolachada. Endi bu Transformation Education o'quv markaziga kelganman. O'sha 1-yil qatnashib, o'quvchilarimiz 3-o'rnaga telefon portlagan, svetofor o'chib qolgan. Ko'p narsalarni kuydirib buzib qo'yardi. Bizni mana shu narsalar bilan shug'ullanayotganimizni ko'rdida, yig'lagudek bo'lib gapiryapti-da. Bundan hozir daromad topib bo'lmaydi. Bundan bunday narsa qilib bo'lmaydi deb turib juda meni ko'p qaytarishgan. $1000 tabiiy holda topish. $1000 o'qituvchilik orqali, prosta o'qituvchilik. Va alohida loyihalar klubimiz bor, ya'ni loyihachilar robototexnika klubi. Mana shu narsaga a'zo qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bizda hali robotlar olmaydi. Biz yuraveramiz deysiz. Yuravering, o'rningizga robotlar oladi. Hozirgi holatda bizda yana qaytib aytaman, kadr yetishmayapti. Biz yuksalish maktabida hozir kontaktlarimizni ham qoldirib ketamiz. Muhandislar jamoasi tuzyapmiz. Viloyatlardan bemalol kelib, bizning jamoa qo'shilib ishlash mumkin. O'zlaringizni takomillashtiringizlar, rivojlantiringizlar, ilmlaringizni, bilimlaringizni oshiringizlar. Mana shunday bir darajalarga chiqishimizga eng katta sababchi insonlardan, ustozlarimizdan biri Muhammad Ali Shonqulov ustozimizga kattakon rahmat. Robototexnika xonamiz. Robotlar yasashadi bu yerda. Mana bu robotlar. Bolachalar ixtirolar shu yerda qiladi. Bu yerda robotlar futbol o'ynaydi, mana shunaqa. Bu yerda mana buni, keyin buni, bu yerda bitta robot bor. Men uni haligi aqlli xotin deb nomlaganman. Shu chizgan chizig'ingizdan chiqmay yuradi, faqat shu qoradan yuradi. Bizni O'zbekiston robototexnikada eng katta xizmat qilayotgan yigit Abdulhay degan yigit do'stimiz. O'zbekistonning eng oldi bolalari bor bu yerda. Abdulhay akamiz jamoasi Transformation Education. Mana shular bilan biz robototexnika hamda injiniring sohasida chuqurlashtirilgan darslar qilyapmiz. Bu kishini zavuchimizga tanishtirayotganimizda bir ajoyib holat bo'ldi. Ustoz bu kishi Abdulhay do'stimiz bo'ladi. Robototexnika sohasida O'zbekistonning eng oldi yigitlaridan. Bular Transformation Education jamoasi hozir lider mana shu sohada desam bo'ldi. Sizni darsingizni xudo xolasa texnologiya degan fandan keyin qo'yib beraman. Bilasizlar shunaqa fanni desa, bilamiz, o'sha kitobni biz yozganmiz dedi. Ya'ni ular hozir biz ehtimol hozir bir mehnat qilsak ma'lum bir aholi qismiga savobi tegar, lekin 10.552 ta maktabda mana shu inson jamoasi yozgan kitob orqali hozir darslar o'tilyapti har bitta maktabda. Assalomu alaykum kanalimizning muxlislari. Bugun sizlar bilan juda ham bir ajoyib podkast o'tkazmoqchimiz, ya'ni robototexnika o'qituvchilari to'g'risida. Robototexnika o'qituvchiligi qanday boshlanadi? Nimalardan boshlash kerak? U orqali qanday daromad qilish mumkin? Undan tashqari robototexnikani O'zbekistonda va dunyoda kelajagi qanday? Va mana shu jarayonda biz nimalarga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak? Robototexnikani o'rganishdagi og'riqlar, mana shunga oid bo'lgan umumiy muammolarni bugungi podkastimizda ko'rib chiqamiz. Shu o'rinda men bir narsani aytib o'tmoqchiman, ya'ni aynan biz mana shu robototexnikani boshlash jarayonimizda shaxsan Muhammad Ali Shonqulov bizga ham ustoz bo'ladilar. Mana shu birgalikda va shu robototexnika sohasini birinchi boshlayotgan paytlarimizda ham doimo bizga yelkadosh bo'lib, doimo qo'llab-quvvatlab, o'zlarining maslahatlarini, yordamlarini ayamaganlar.
Xudoga shukr deymiz. Alhamdulillah. Mana shunday bir darajalarga chiqishimizga eng katta sababchi insonlardan, ustozlarimizdan biri Muhammad Ali Eshonqulov ustozimizga kattakon rahmat. Bugungi podkastimizning mehmoni, ya'ni aniqrog'i biz mehmon bo'lib keldik, ya'ni Yuksalish maktabiga. Yuksalish maktabidagi o'sha robototexnika o'qituvchisi hisoblangan Qamariddin Ilyosov bilan bugungi podkastimizda olib boramiz. O'zingizni tanishtirasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, xush kelibsizlar. Biz Yuksalish maktabiga ko'rganmiz. Juda xursandmiz. Qamariddin Ilyosov Samarqand viloyati Nurobod tumanida 2002-yilda tavallud topgan. Hozirda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha 3-kurs talabasi. Shu bilan bir qatorda Yuksalish maktabida robototexnika o'qituvchisi, Transformers Education o'quv markazida ta'lim olgan. Innavik hamda Mirzo Ulug'bek vorislarida faxrli 1 va 2 o'rinlarni olib kelgan. Bu robototexnikaga qiziqishim sababi o'zim aynan aniq fandan o'qiganman, ya'ni matematika, fizika fanlarini o'qiganman. Matematika fizika ekan. Samarqandda matematika fizika abituriyent tayyorlaganman. Yoshlikdan keladigan bo'lsak, o'zim qishloqda katta bo'lganman. Shu uyda birinchi eslayman, shu texnologiyaga qiziqish qanaqa bo'lgan. Xo'p, uydagilar telefon olgan. Yangi telefon olgan. Vaqtda bilsangiz Nokia telefonlar bo'lardi. Nokia bu g'ishti. O'sha holatda Nokia telefonni dadamga kimdir sovg'a qilgan, olgan, ko'rganman. Zaryad qilish muammo bo'lgan. Zaryad bilsangiz tosh alohida. Keyin zaryadchik olib kelganmiz. Batareya shunday to'liq 200 gram tok nimaligini tushunmaganman-da, bir 3 yosh, 3-sinf, 4-sinf atrof bolaman. Olib shunday 200 gram tiqqaman, telefon portlagan, sveta o'chib qolgan. Tushunganman texnologiya nima, tok nimaligini o'shanda birinchi his qilganman-da. O'sha holatdan keyin qiziqish bo'lgan. Telefonda kuygan, uydagilar urishgan. Undan keyin telefonni ichini ochganman. Ichida nimalardir bor-da. Sxema, undan keyin yana o'rganganman. Vaqti bir hozirgi zamonga o'xshab YouTube, nimalar, Google nimalar bilmaganmiz. Aynan telefon ichida sxemalar bo'lgan, keyin batareya olganman. Batareyalar plus minus bo'lardi. Shu vaqtda sim tekkizganmandan batareya yonib ketadi, qizib ketadi. Shunday etap-metap o'rganib, keyin to'xtab qoldi qishloqda. Keyinchalik Samarqandga kelganman. O 7-sinfdan boshlab abituriyent bo'lish uchun fizikaga qiziqib, fizikani tayyorlaganman. O'shanda keyin tok nimaligini tushunib, formulalarda isbotlaganman. Undan keyin abituriyent bo'ldik. Alhamdulillah Toshkentga 2019-yil o'qishga kirganman. O'qishga kirib boshlaganman. Bu yerda Transformers Education o'quv markazi bo'lardi. O'sha abituriyent vaqtim ham kuzatib borardim. Telefon olganman o'sha vaqtda, sensor. O'shanda Transformers Educationda kuzatib borardim. Bolalar kichik bolalar, bir 5-sinf, 6-sinf bolalar nimalardir kuydirib, yasash jarayonlar bo'lardi. Qiziqib, hozir shu joyda gapingizni bo'lyapman. Yoshligimda mana shu texnologiya jarayoni, masalan, qiziqish jarayonida ko'p narsalarni kuydirib buzib qo'yardim. Masalan, bizda garajimiz bo'lardi, dadam ustalar, ya'ni tikadigan mashina va kiradigan mashinalar ustasi. Mana shuni remont qilayotgan paytda unda har xil detal, qurilma narsalari bo'lardi. Menda qiziqish bo'lardi, ichida nima bor ekan. Ya'ni har doim biror bir narsa, yangiroq narsa olib kelinsa, uni albatta sekin bir chekkaga olib, uni ichini ochib ko'rardim. Keyin yig'sam, shu albatta nimadir yetmay qolar edi yoki nimadir ortib qolar edi. Mana shunday bir jarayon bo'lardi. Keyin aniqroq keyin ishlamas edi. Keyin dadam ko'rardilarda, bu katta ustani qo'lidan o'tibdi deb kulardi-da dadam. Katta ustani qo'lidan o'tibdi derdi. Keyin shu o'rinda dadamni har doim bir gapi doim esimda. Mana shu menga katta bir motivatsiya bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni har bir o'sha quruvchi, ixtirochi, quruvchi birinchi buzuvchi bo'ladi. Ya'ni boshlanishda u buzadi. Bu buzib keyin uni tuzadigan, quradigan, yasaydigan, uni to'g'rilaydigan odam bo'ladi. Bu narsa tabiiy va bu narsadan qo'rqmagan deb o'qilardilar. Shuning uchun men qo'rqmasdan o'sha garajimizdagi ko'plab narsalarda tajriba qilishga harakat qilardim. Albatta o'sha texnika xavfsizligini hisobga olgan holatda. O'sha biz uyda ham nimadir yangi kelsa birinchi qo'limda menga bermasdi. Uydagilar meni qo'limga kelsa shu ochib ko'rish. Atyorka bo'lardi. Atyorkamiz bo'lar, qora kichkinagina. Hali uyda turibdi. O'sha bilan ochib nimadirlar qilib ko'rardim o'sha holat. Ya'ni dadam aytardi o'sha holatda
hech narsa demasdi-da, buzsang ham yana olarmiz, bo'ldi, holat o'sha holat bo'lar. Boya holatga qaytaymiz. Toshkentga kelganman 2009-yil. Abituriyentlikni studentga o'tganman, o'qishga kirganman. Sohani o'zim fizikaga qiziqaman. Toshkentga kelganman, Transformers kanalini kuzatib berardim. Bu yerga keldim, o'yladim, nima qilsam bo'ladi? Ya'ni baribir 18 yoshga to'lgansiz, uydagilardan daromad so'rash, boshqa tomonlar bo'ladi. Fizikadan dars berish o'ylaganman. Ya'ni fizikadan dars bersam nima bo'ladi? O'quv markazida qidirganman. Bir o'sha vaqtda Telegram kanallar bo'lar, ish bormi? Nimadir kanallar bo'lar, o'shalarni ish qidirib yurganman. Qaraganman, yoqmagan. Borganman, bitta ikkita bolaga dars berish men uchun yoqmadi. Qaradim. Transformers Education o'quv markaziga kelganman. Bolachalar kichik bo'lishi. Qarasam, bir chiroqlarni yondirib, bir motorchiklar harakatlantirib, bir odamga o'xshagan robotlar nimalardir yasayapti. Qaradim, keyin ustozdan so'radim. Robot texnik qanaqa fan, nima? Men bilyapman, misol uchun ustozlar qarab turaman, shu Transformers probni darslarga borganman. Ustozlar tushuntiryapti fizika formulalar, nimalar tushuntiryapti. Demak, u kallamga bitta lampochka shunday yongan. Demak, men topdim o'zim yo'nalishimda, qanaqa fizikani amaliy jihat. Ya'ni fizikada biz formulalar daftariga yozib nima qilganmiz? Endi men tushunganmanki, misol uchun diod nima, kondensator nima, 12 volt o'zgaruvchan, o'zgarmas toklar qanaqa hosil bo'ladi, hammasini tushunib, ya'ni ustoz tushuntirib bergan. O'shandan keyin robotik qiziqish boshlangan. Shunda birinchi ustoz Elmurod aka degan ustozim bor edi, Transformersda. O'sha ustoz birinchi dars o'tgan. Bitta chiroqcha yoqtirgan. Chiroqchani oddiy batareyaga tekkizib ko'ring, chiroq qanaqa bo'ladi. Yoqqanman batareya bo'lgan keyin Arduino degan kontroller Arduinoda bergan menga, Arduino o'rgatgan, chiroqchalar yoqqan. Birinchi chiroqchani yoqqanimda men ham tasavvur qilmaydigan holatda bitta chiroqchani men kompyuterda ulab turib, kompyuterda yozganman. Hali kompyuter temasi alohida. Kompyuterga даже ismni yozishni bilmaganman-da, kompyuter nimaligini bilmaganman. Sizni bu fikrlaringiz, siz o'sha qurilmaga berib, u qurilma sizni aytgan narsangizni bajarib beradi. Mana bu zo'r. Men kompyuterga bunaqada xuddi siz Telegram bitta odam yozyapsiz, unda esmingiz bo'lyapti. Biz kompyuterga yozib turib, mana shu holatda o'zi ko'rinyapti-da. Ya'ni kompyuter buyruq berasiz, bu yerda bir narsa bajarilyapti. O'sha jarayon qiziq bo'ladi. Bitta dars kirdim, ikkinchi menga yoqyapti. Ya'ni ikkinchi darsga bo'ldi, kursni boshlayman, to'lovini hammasini boshlab, kursni tugatdim, o'qidim. O'sha Transformersda 2 oy dars o'qituvchilik kursida o'qidim. Sizda o'quvchilik yo'nalishi bor ekan. Men o'qituvchilik yo'nalishini tanlayman. Ya'ni o'qituvchilik yo'nalishini tanladim. 2 oy robot texnika bosh fundamental qismini o'rgandim. Undan keyin nima qilish bo'ldi? Robot texnika o'rgangan. Nima qilishim kerak? Undan keyin ham o'sha yerda so'zlar, har loyihalar, dars berish jarayonlari bo'lyapti. Endi men ham kursda o'qidim, daromad topishim kerak. Keyin amaliy jarayon. Sekin-sekin o'sha Transformersga qanday kirsam bo'ladi jarayonlar bo'lib, birinchi so'zlarga shogird tushdim, 2 oy shogird tushib o'rganib, undan keyin o'sha Transformers o'zida dars berishni boshlaganman. Birinchi 4 o'quvchidan boshlaganman. Birinchi bitta o'quvchi bo'lgan, keyin bir oyda ichida o'zi 4 o'quvchiga chiqazib olganman. Etap-etap probni darslar boshqa bo'lib jarayonlar bo'lgan. O'sha o'quvchilarga o'rgatish jarayoni keyin o'rgatib kelaverdim. Ancha hozirgi holatda bir 5 yil bo'lyapti. Nasibisi 5 yilga 1000 ga yaqin o'quvchi chiqarib, o'quvchilarim. O'sha birinchi yilda holatiga qarasak, o'quvchilarim IRC degan musobaqa bo'lar ekan, bilmayman, musobaqalar. IRC ya'ni Turkiyadan kelib, Turkiyadan kelib men o'tkazar ekan. O'sha holatda internetda ko'rib qoldim. O'quvchilarim ro'yxatdan o'tkazdim. O'sha ro'yxatda o'tdi, musobaqa jarayonlari keldi. Ungacha hayajon, bir musobaqaga tayyorlash bilmaganman. Musobaqalar tayyorlab, nima qilgan, o'quvchilarim hayajonda. O'sha birinchi yil qatnashib, o'quvchilarimiz 3-o'rin olgan. O'shandan keyin men o'quvchilarim qilardim, natija boshqa. O'shanda o'qituvchi natijasi o'sha musobaqalarda ko'rinar ekanda. O'shanda bitta o'quvchim 3-o'rinda robot sumo yo'nalish bo'yicha 3-o'rin olgan. O'shanda bir maza qilganman. O'qituvchilik, robot texnika, qanaqa ustoz bo'lish kerak. O'shandan keyin yana robot texnika qiziqish oshdi. O'zi robot texnikadan qiziqdim. Undan keyin Transformersda ishlab undan keyin yuksalish maktabi ochildi. Aynan siz tufayli shu yuksalish maktabiga keldik. Mana shu hozir 5 yil davomida 1000 dan ziyod shogird chiqardim.
yuksalishda ham hozir o'quvchilarimiz O'zbekiston musobaqasida faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni olib kelyapti. Doimiy o'rinda mana shu o'zimiz ustimizda ishlagan holatda, ustozlardan ilm olgan holatda jarayonlar bo'lyapti. Endi shu joyida menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Men bu robototexnika o'qituvchisi bu ham zavqli ekan, mazza qiladigan ekan. Endi agar buni bir ko'pchilikka masalan baribir boshlayman degan insonlarga bir yo'nalish berish maqsadida nimaga bu narsani aytyapmiz? Ya'ni men har doim bitta narsa o'ylantiradi. Men bu narsani ko'p aytaman. 40 dan 50 yoshga yaqinlashgan odam bilan suhbat qilganman, ya'ni 50 yoshga yaqin. Bizni mana shu narsalar bilan shug'ullanayotganimizni ko'rdi-da, yig'lagudek bo'lib gapiryapti-da. Men yoshligimda juda ko'p narsalar yasaganman. Rosa qiziqardim bu narsalarga. Yasardim-u, lekin atrofdagilar bu narsalardan nima foyda bor deb turib juda ko'p meni qaytarishgan. Bundan hozir daromad topib bo'lmaydi. Bunday narsa qilib bo'lmaydi deb turib juda meni ko'p qaytarishgan. Va men umuman bir boshqa sohaga kirdim, ishga kirdim. Va hozirgi paytda men o'zi qanchadir vaqt umuman boshqa o'zim yoqtirmagan bir sohada ishladim. Lekin ichimda katta bir armon bo'lib qolib ketdi. Mana shu sohani yaxshilab o'rganmaganim uchun hali ham armon. Hozir ham bir narsalar bilan shug'ullanyapman. Hozir o'zi boshlaganman. Lekin qani edi agar men yoshligimda qanaqadir bir yo'nalish bo'lganda, qanaqadir bir impuls yoki turtki bo'lganda, mana shunday bir jarayonlar ko'rsatilganda yoki bir belgi bir bo'lganida men ham izlaganman. Lekin topolmaganman. Kerakli qurilmalar bormi yoki bo'lmasam o'qituvchi bormi yoki bo'lmasam bir zaruriy bir kitoblarni ham topolmaganman va bu narsa ma'lum bir jihatdan to'xtashimga sabab bo'lgan deb men shu alam bilan aytganda, o'shaning uchun men shunday bir muammolar yoki bo'lmasam bir, ya'ni o'zingiz umuman qiziqmagan bir sohada 30 yil, 20 yil qolib ketmaslik uchun ham shu bir impuls maqsadida shu daromad masalan qancha topiladigan bo'ladi robototexnika bo'yicha. Masalan, endi biz aytamiz, lekin aynan mana shu sohada ishlayotgan o'qituvchilarning o'zidan va qanday yo'nalishlar orqali daromadlar topish mumkin va masalan undan tashqari qilinayotgan loyihalar bo'ladigan bo'lsa, masalan qanaqa loyihalar qilgan paytingizda sizga masalan ko'proq bir daromad bo'ldi. Mana shularni bir aytsak, ko'pchilik bir ichidagi savollari bo'ladigan bo'lsa, mana shu orqali ularda o'zida bir ishonch, o'zida bir intilish bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat. Zo'r. Hozir aynan misol uchun ko'pchilikda hozir bo'ladigan muammo misol uchun dasturlash. Web dasturlash bo'lsin yoki front, backend, qaysi dasturlash, mobil dasturlash bilan robototexnika bo'ladimi? O'zi IT yo'nalishida misol esimga o'rganib turmay birinchi o'rinda bizda qancha daromad topamiz degan xislat bor. Eng yaxshi yo'li daromadimiz zo'r inson o'qiyaptimi? Bitta zo'r mutaxassis bo'lsa, kuchli mutaxassis. Sizda zo'r mutaxassis. Birinchi o'rinda shu gapimga urg'u berishim, mutaxassis, ya'ni dasturchi bor, mutaxassis, ya'ni o'rganuvchi, mutaxassis bo'lsa daromad topishi umuman o'ylash kerak degan o'zi sizga keladi. Haqiqatan misol uchun keling, menga misol uchun $100,000 bo'lsa ham hozir robototexnika o'rganib $100,000 topish ham mumkin. $10,000 ham, misol uchun $100 ham topish mumkin. Bitta o'qituvchi bor $100 topyapti, bitta o'qituvchi bor $10,000 topyapti. Ikkalasining farqi nimada? Bu mutaxassis, haqiqiy sohaning mutaxassis. Bu mutaxassis, prosi bu o'zini ustida ishlagan, $10,000 chiqqan. Yana robototexnika o'rganib turib, real O'zbekiston sharoitida oddiy holat o'qituvchi bo'lib ishlasa, $1000 tabiiy holat topish. $1000 o'qituvchilik orqali, prosi o'qituvchilik. Men ta'lim berishni xohlamayman. Men robototexnika biror bir narsalar yasash, o'sha daromad. U holatda bemalol u holatda ham bir $500 boshlanish 500 topsa bo'ladi. Undan keyin bir 2000, 3000, 4000 chiqsa ham bo'ladi. Ya'ni qanchalik tajribasiga qarab. Oddiygina misol uchun bizda hozir mashinasi bo'ladimi? BYD, Xitoyda misol uchun mashinalar chiqadi. O'zi mashinalarni avtomatlashtirib, misol uchun hozir Arduino biz ishlatadigan robototexnika ko'pchilik Arduino. O'sha Arduino orqali mashinalarni misol uchun avtomatlashtirish. Misol uchun masofadan boshqarish. Undan keyin masalan STM ga o'tish mumkin yoki bo'lmasa yana murakkab bo'lgan tanloqlarga o'tish imkoniyati bor. O'tish imkoniyati bor. Loyihalar. Realni misol uchun hozirgi qaraydigan bo'lsak, konditsioner deysizmi yoki mashina, hamma platasi biz ishlatadigan oddiy platalar tuzilgan.
bizga удобно bo'lishi o'rganishga oddiy Arduino degan kontroller bor. O'sha o'rganish, ya'ni bizni boshlanish alfabetni o'rganishimiz. Undan keyin bolalar o'zlari realniy loyihalar qilib, hozir misol uchun ko'radigan bo'lsak, bolalar mashinani avtomatlashtiryapti. Misol uchun mashina ustalari ham bemalol mana shu sohani o'rganib, misol uchun hozir $500 topsa, buni o'rganib, robot texnikani o'sha o'rganib, yana bemalol ustiga $500 topsa bo'ladi. Ya'ni mashinani, misol uchun mashina qanaqa avtomat? Misol uchun hozir aynan qishning kuni muammo bo'layotgan biz mashina muzlab qolish. Ertalab bir 2-3 soat qizdirishimiz kerak. O'rtacha 1 soat hozirgi holat biz qizdiradigan. Misol uchun avtomat har 2 soatda 1 soatda mashina yonib 15 minut yonib tursa biz ertalab bemalol haydab keta olamiz. Bitta loyiha. Misol uchun O'zbekiston sharoitiga qaraylik, nechta mashina bor? Misol hisoblaylik. Misol uchun o'zini Samarqand yo Toshkentga qaraydigan bo'lsak, o'sha qo'ydirsa, misol uchun bizga ham qulay. Misol uchun men ertalab 1 soat vaqtimni tejamayman. Har mashina o'zi avtomat. Ya'ni o'zi yonib turadi. O'sha holat. Bitta mashinaga o'rtacha qo'ysa $100 dan qo'yib bersa, to'liq. Misol uchun bir oyda 10 ta mashinaga qo'ysa, bemalol 10 ta mashinaga qo'ysa $1000. Oddiy holat $1000. Ya'ni mashinani boshqa ichidagi ichki muammolari bilan yoki masalan telefoningiz orqali boshqarish mumkin bo'lgan, harorati bormi yoki umumiy boshqa narsalarni ham bemalol nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi. O'rtacha, ya'ni undan yana qo'shilsa $200, ya'ni 300 har xil. $50lik produkt qilib bersa bo'ladi. Holat, bitta holat. Yoki misol uchun bizda hozir uylarda masalan, qarayapmiz, hamma Xitoydan tayyor, Xitoydan olib kelyapmiz. Xitoydan olib kelmay shu yerda o'zimiz bolalar qilyapti. Qilib o'shani bemalol o'rnatib berib, bitta uyda oladigan bo'lsak, kichikroq uyda olib, o'sha uyda olsa ham, misol uchun proyekt qilib, $10,000 ga olsa ham, xarajat boshqasi ketsa $3,000 ketadi. Xizmat haqqi, misol uchun o'zi qilish, shogirdlar bilan o'sha holatda ham bemalol 3,000. Ya'ni aqlli uylar qilish masalasi. Aqlli uylar. Hozir biz ishlaydigan hamma qurilmalar o'sha bemalol o'sha jarayonga tushib ketadi. Hammasi oddiy. Ya'ni bu yerda kod, misol uchun bizga qulay jarayon. Misol uchun hozir men tasavvur qilaman, uyimda qanday svitim ishlayapti, telefondan ketyapti, ya'ni chetdan kelyapti. Lekin bizda hozir kichik 5-6 sinf, 7 sinf, 8 sinf bolalar o'sha ko'rib, uyda loyihasi bemalol qilib nima qila olyapti. O'sha holatda qilsa bo'ladi. Bitta robot texnika o'qituvchi bo'lmayman degan holatda ham bo'lsa. Shu o'rinda yana bir narsani aytmoqchiman. Kim agar shu robot texnika bo'yicha yaxshi mutaxassisman yoki dronlar bo'yicha yaxshi mutaxassisman deyotgan bo'lsa, bir narsani e'lon sifatida aytmoqchiman. Hozir bizga 2-3 ta joydan katta bir loyiha kelgan, ya'ni loyihani qiymati $20,000 bilan $50,000 orasida. Bu loyihani agar kim yaxshi bir mutaxassisman deb hisoblaydigan bo'lsa, ya'ni ko'proq vaqt ajratish kerak bo'ladi unga. Ya'ni masalan balki bir 3 oy, 5 oy vaqt ajratar. Mana shunga qarab turib, u sohani yanada uni natijasini ko'rsatadigan bo'lsa, undan tashqari yana daromadni oshirish bo'yicha bizga ko'plab buyurtmalar tushyapti. Agar kim shu soha bo'yicha bir o'zini bir mutaxassisligini ko'rsatib beradigan bo'lsa, bizda loyihalar va ishlar bor va alohida loyihalar klubimiz bor, ya'ni loyihachilar robot texnikalar klubi. Mana shu narsaga ham a'zo qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Rahmat, shuni e'lon sifatida aytmoqchi edim, chunki bizga juda ko'p loyihalar keladi. Mana biz telefon qilamiz mutaxassislarga. Men ish olib qo'ygan edim, yana bir 3 oy, 5 oy kutib turasiz deydi. Mayli deymiz, yana telefon qilamiz bittasi. Men ish olib qo'ygan edim, shunaqa. Ya'ni juda ko'p yaxshi mutaxassislar doimiy loyiha bilan bandligini ko'ryapman va ularda kichkina summa emas, balki kattaroq summalar bilan doimiy loyihalar bilan band bo'layotganligi bu, ya'ni robototexnik mutaxassislarga nisbatan talab bir qadar yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu sohaga qiziqsa, bu sohani ichiga qanchalik kirgani sari bu shunchalik bir talabgir odam bo'layotganligini biz O'zbekiston sharoitida o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Shunaqa. Hozir o'zim dars beraman. Fizikka ulgurmayman. Yaqinda menga loyiha tushdi, $5,000lik qiymat $5,000. Boshlanish proyekt, katta proyekt, loyiha $5,000 beramiz. Boshlanish bitta ko'raylik. O'xshasa qilamiz. Men fizikka ulgurmadim. Shogirdlarim hali u katta proyektga tayyor emas. Ya'ni o'zim qilaman desam bu yerda dars beradigan jarayon, ya'ni ta'lim sifati tushib ketadi yo men loyihaga o'tishim kerak. Men o'shaning uchun ta'lim tanlagaman. Ta'lim bersam, misol uchun 10 ta o'quvchi bersam, 10 ta loyiha bemalol qila oladi deganda. Xuddi siz aytayotgan misol uchun 20,000 u tabiiy holatda, misol uchun tushadigan, misol uchun 5,000 bir oyda bitta loyiha. U bitsa bir oycha, oshig'i bir oychaga bitadi. $5,000 bir oyda bitta. U yerda bitta inson o'zi qilsa bo'ladi bemalol.
bitta inson o'zi qiladigan, ya'ni robot texnika boshini o'rganib qiladigan loyihalar. O'sha holat. Bunaqa loyihalar ko'p tushadi. Har oy bir 2-3 ta menga murojaat keladi. O'zimga shaxsan qilib bering. Shunaqa loyihalar. O'zim qilib beraman, vaqtim yetganicha, shogirdlarim ilmim yetgancha o'sha loyihani beraman. Misol uchun 200-300 dollarlik loyiha. Maktab o'quvchilari hozir yaqinda bitta 6-sinf bolacha o'zim dars berib 3D printerlarni ishlab oyiga bir 2 million atrof pul topyapti. 6-sinf bu maktabda ham o'qiydi, dars qiladi, robot texnika o'rganib topyapti. O'sha konstruksiyalar turli xil tarafga qarab turib, modellar chiqariladi, shunga qarab 3D printer bor, o'zi olib o'sha daromadga kiryapti. 6-sinf bolachada. Endi bu prosta u bolacha ham men daromad topaman deb kelmagan. Robot texnika o'rganaman dedi, keyin robot texnika yo'nalish ko'pda. Mana so'z qarasa, o'zingiz ham robot texnika ichida yuribsiz, bir 10 yillik adashmasam tajribangiz bor. Robot texnika yo'nalishi bor. Misol uchun aerodinamika bitta o'zi bitta dunyo, misol uchun boya gaplashdik, aqlli uylar, misol mashina bitta dunyo, 3D printer o'zi bir dunyoda. Bitta 3D printer endi o'zi dunyoning ichida yana bir nechta dunyoga additiv texnologiyalar bor. Yana bo'lmasa masalan temirlarni masalan kukun sifatida, buni ham o'zi alohida bir dunyolari bor. Shunday. Biz o'qituvchilar menga aytadi, ota-onalar o'sha yerga qo'shimcha kelib, ota-onalar, o'g'lim faqat robot texnika bitta robot yasayapti, misol uchun holat bo'lib qoladi. Siz tajribangiz bor bu, sizda ham ko'p bo'lgan, o'g'lim faqat robot yasaydi degan. Ya'ni ota-onasi bilan ham biz gaplashsak, ya'ni bola qaysi yo'nalishga qiziqadi. Men hozir tajribamni kelib aytaman. O'qituvchilar, robot texnika o'qituvchilarini kuzatsa, bu bular uchun ancha foydali bo'lishi mumkin. Qanaqa holat? Robot texnika o'qityapmiz, biz fundament bilimni beryapmiz boshida. Misol uchun alfabetni boshida bizlar alfabetni o'rganamiz, alfabet fundament beryapmiz. Zo'r. Ya'ni kitob o'qishni o'rgatyapmiz, alifbosini o'rgatyapmiz. Alifbosini, harflar tanitib, misol uchun biz hozir 6 oylik kurslar bor, misol uchun o'sha kurslarda biz alfabetni o'rgatyapmiz. Undan keyin bolam natijaga chiqmayapti. Xo'p, biz o'rgatdik, alfabetni o'rgatdik. Endi keling o'g'lingiz bilan nimaga qiziqadi? Misol uchun boya aytganimsiz 3D modellashtirish. O'g'li bosh bilib oldik, 3D modellash. 3D printer buzilsa, ichida tok nimaligini tushunmasa yoki nimadir kondensator rezistor kuyib qolsa, bola almashtiradi. Misol uchun qancha rezistor qo'yish kerak? 200, misol uchun 12 voltga ishlasa 220 bersa kuyib qoladi-ku. O'sha holatda bolaga biz o'sha bosh fundament alfabetni beramiz. Undan keyin bolaga o'qituvchilar, biz menga o'xshagan o'qituvchilar yo'nalish tanlab, o'sha yo'nalish bo'yicha bola yo'naltirish kerak. Bosh alfabet berdingiz, kitob, mana senga kitob, misol uchun bitta kitob berdik, savdogarlar ustozi kitob, mana o'qi kitob. Bo'ldi. O'sha biz loyiha berish kerak bo'ldi. Misol uchun avtomobil sozlik bo'lsa, loyihalar bilan ko'proq shug'ullanish kerak. Avtomobil sozlik bo'yicha berish kerak. Kimdir drona texnika bo'lsa, drona texnika. 3D bo'lsa 3D dan berishimiz kerak. Smart uylar, men aqlli uylar qilishga yoki o'zim mashina avtomatlashtirish, avtopilot shunaqa narsalar qilaman degan yo'nalish. Bo'ldi. Biz ustoz, undan keyingi ustoz faqat yo'l ko'rsatuvchi bo'lish kerak. Ustoz o'zi biyo bilimi bor, bolaga bo'ldi. Kitob misol uchun insight oldi, mana shu joyini tushuntirib berish kerak. Misol uchun qanaqa ehson qilish, qayerga ehson qilish degan misol uchun ustoz tushuntirsa, bu ustoz bitta datchik ishlamay qoldi. O'sha datchikda qanaqa ishlatish kerak, qanaqa bir-biriga bog'lab kod yozish kerak. Ya'ni o'qituvchi qayerda ma'lumot izlash. Hozir sun'iy intellekt chiqdi, ChatGPT bor, turi ko'p. Misol uchun YouTube bitta biz uchun eng katta ustoz. Misol YouTube'da bor, Google'da bor, qidiraman desa ko'p. Misol uchun hozir o'quvchimga bitta loyiha berganman. 3D printer. 6-sinf bolacha bo'y aytdim. Bitta shu bolachaga bir kun 3D printer bilan ishlatdim. Ya'ni o'zim qilib turgan jarayon, u ham qarab turib, robot texnika bosh fundamentni o'rgandi. Sentyabr bo'lsa, oktyabr oylarida tayyorlanish boshladi. Robot texnika kelib, shanba, yakshanbalar darsdan keyin ham shug'ullanardi-da. Undan 3D printer bilan ishlam, 3D printerga qiziqdi. Bo'ldi, bitta o'rgatib qo'ydim. 3D printerdan o'zi kechqurun menga nimalardir tashlab, YouTube'dan videolar tashlab, Google'dan bunaqa 3D printerlar bor ekan, bu yaxshi ekan deb bitta 3D printerni ko'ryapti, keyin chekur. Prosta turtga ustoz bu yerda o'qituvchiga turtga berish kerak bo'ldi. Ya'ni unda ota-ona bilan o'tirib, keyin bolasi o'sha holatda bemalol aytgan darajaga chiqadi. Misol uchun daromad topadi, mana topadi. Yo misol uchun drona texnika. Bizda O'zbekistonda harbiylar uchun eng katta ba'zi prezidentimiz ham aytayapti, dronga ko'proq urg'u beringlar. Harbiylarga shunaqa qonun ham chiqadi. Dron, misol uchun harbiylar bilan hamkorlikda ishlasin. Dronni o'rganib turib. Harbiylar o'rgansa, misol uchun 9-sinf bolalar oladigan bo'lsa, bemalol bir 7-8 million topadi. O'sha holatda, bosh holatda dron bo'yicha. Yaxshi dron bo'yicha mutaxassislar adashmasam 3 million yuqori topayotgan, 3 ming, 5 ming dollar topayotganligini endi tanishlar bor. Mana shunday yo'nalishda ishlashadi. Ular faqat jiddiy loyihalari bor, ular doimiy o'sha loyihalar bilan bandligini eshitganmiz. O'sha ichiga kirsa,
yana bir dunyo bo'lib ketadi. Misol uchun aqlli uylar bo'lsa, uyga borib o'rnatib berish, uni xavfsizligi, ertadan misol uchun telefoningizga siz uy qilyapsiz, telefoningizda bo'ladigan jarayonda xavfsizligini kim ta'minlaydi bola? O'sha holatda ham. Ya'ni bu yerda o'qituvchining vazifasi kamanda qilib bersa zo'r. Misol uchun bitta guruhda 5-6 ta o'qisa, ikkitasi mashinasozlik qilsa, ikkitasi dron texnikaga o'sha bo'lib kamanda qilib ishlatish. Bizda hozir aynan yuksalish maktabida men shunaqa qilib qo'yganman. O'quvchi bir 300 ta bolaga dars bersam, ular kamanda misol uchun musobaqaga tayyorlaydigan alohida musobaqaga tayyorlagan jamoa bor, alohida loyihalar bilan, alohida 3D printerlar bilan ishlash, alohida misol uchun dronna texnika. Hozir bizning xonamizda ham jarayonni olamiz, dronlar bor, o'sha dronlar bilan ishlaydigan bor. Keyin hozir aynan bizga aktual bo'layotgan muammolardan bittasi VR. VRchilar, aynan VRchilar 3D ni boshini o'rgatyapmiz. VR ta'lim, o'sha VR ta'limni. Hozir biz Rabat texnika o'quvchilar o'rganadigan datchiklar kuydirib qo'yish hisob. VR da endi bola qilib, bemalol kuydirsa, ba'zi bir qimmat bo'lgan masalan qurilmalarda o'sha yerda ishlatish ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biz qurilmalar misol uchun hozir ko'proq neuroseti degan datchiklar, misol uchun o'sha datchiklar qimmatda, u tursa 2000-3000 dollar turadi. Uni bitta kuydirsa tamom. O'zim ham dron yasayotganimda boshida bir 3 tami plata, 100 dollarlik platalar kuydirib qo'yganman-da. Nima bo'ladi? O'sha holatdan oldin olish uchun bolalarga bu loyihani ham berganman. Ya'ni kamandaga bo'lib qo'yish. Ya'ni o'qituvchi bosh fundament berish kerak, undan keyin kontrol, qarab, loyihalar berish kerak, loyihalar bajarib berish kerak. Yo'l ko'rsatuvchi, misol uchun ma'lumot izlaysan, qayerdan izlaysan? Mana bu ko'rsatuvchi ustoz. O'sha. Yana shu o'rinda bir savol bermoqchiman. Ya'ni tasavvur qiling, masalan, men bir jiyanim bor deylik. Men robototexnikaga qiziqyapti, texnologiya o'rganyapti, bola maza qilyapti, lekin kelajakda robototexnik bo'lmoqchi emas desa, ya'ni faqat hamma ham masalan muhandis, robototexnika muhandisi bo'lib ketavermaydi. Mana shu holatda biz qanaqa tavsiya beramiz agar mabodo ota-onalarga robototexnikani o'rganish bu faqat mana shundaymi yoki unda qanaqa ko'nikmalar bunda shakllanadi masalan? Xo'p, bu savolga endi o'zim tajribamni kelib chiqib aytaman. Oldin men robototexnikani o'rgansa bo'ldi, bosh fundament o'rgansa bo'ldi degan holat. Robototexnika o'rganda hayotiga qanaqa o'zgarish bo'ladi? Qanaqa o'zgarish bo'ladi? Borib, prosta o'g'lim robototexnika qiziqa bo'ldi, prosta o'qisa bo'ldi degan holat. Men o'g'lim robototexnik bo'lmoqchi emas deydi-da. Masalan, ba'zi ota-onalar bor, shu 1 yil, 2 yil o'qigandan keyin farzandini olib chiqib ketadi. Nimaga? Bola qiziqayapti. Yo'q, men o'g'lim robototexnik bo'lishini xohlamayapman deydi. Ya'ni o'zi masalan qanaqadir bir boshqa yo'nalishga bermoqchi bo'lish mumkin. Endi biz bilmaymiz bu narsani. Aytmoqchimanki, mana shu holatda ham u qanaqa ko'nikma olishi mumkin? Masalan, ko'nikmalar masalasi menimcha shu ota-onalarga ko'nikma, eng zo'r ko'nikma bitta bolani duxi oshadi. Duh. Misol uchun ishonchi oshadi. Ishonch deganda qanaqa hayotda Jahongir Ortiqxo'jayev bekorga aytmagan, "Почему у вас duha neti?" deydi-ku. Birinchi o'rinda biz bitta narsani mana ushlab ko'rish. Kichkinaligimizda bolaga qo'ysak, "Kuyasan" deydi, "Borma kuyasan." Yoshlikda hamma eslaydi. Bu pishe deb issiq deb qo'rqitadi. Ya'ni issiq. Bola qo'rqib qoladi issiqdan. Ya'ni bu yerda bola portlatib ham kuydirib, ya'ni bola u yer duxi oshadi. Qilib ko'rishga, bitta hayotda tajriba qilib ko'rishdan qochmaydi. Qo'rqmaslik. Ya'ni men shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, ta'lim jarayonida aynan robototexnikada bola xato qilish normal ekanligini tushunadi va hayotda ya'ni biror bir ishlarni qilishdan qo'rqmaslikni tushunib yetadi. Mana shu eng muhim bir ko'rsatkichlardan biri deb aytishimiz mumkin. Juda ham to'g'ri aytyapsiz. Masalan, bizda ham bo'lgan. Masalan, boshlanishida bolalar bizni o'rgatayotgan paytimizda svetodiodni ulashdan qo'rqyapti-da. "Voy, nimaga qo'rqasan? Kuyib qolsa-chi, noto'g'rilab qo'ysamchi?" deydi. "Yo'q, to'xta, qara, svetodiod mayli, kuysin, lekin sen shuni o'rganasan." Mana shuni biz ular bilan o'qiganmiz. 3 ta, 4 talab, 5 talab juda ko'p mana simlarni kuydirib, Arduino'ni o'zini kuydirib qo'yadi. Masalan, datchiklarni kuydiradi, motorlarni kuydirib qo'yadi. Ba'zi bir shunaqa qurilmalar borki, u masalan rezerv bir 500 ming voltga chiqsa ham tebranishlar, masalan, tebranish darajasini aytyapman, kuymaydigan narsalarni ham kuydiradi-da. Men ba'zi aqlim yetmaydi, qanaqa buni o'quvchi kuydirganini qoyil qolaman, lekin keyingi safar shu narsani kuydirmaslik yo'llarini
o'rganadi. Ya'ni xato qilish normalligini va bu xatolardan to'g'ri xulosa qilib, keyingi safar yanada bir rivojlanish anonsini belgisini beradi. Bu eng muhim hayotdagi ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Yana qanday ko'nikmalar muhim deb o'ylaysiz? O'sha bitta do'xa olishi, endi bu yerga bola logika, eng katta narsa mantiqiy fikrlash. Ya'ni bizda bola tanqidiy fikrlash degan narsa bor. Tanqidiy fikrlash, misol uchun bitta bola yasayapti, robot yasaganda bu nima bo'ladi? O'xshamasa nima bo'ladi? Loyihani qilyapman. Tanqidlarga ham tayyor turadi bola. Ya'ni ertan hayotda zarbalarga tayyor. Oddiy zarbalar ham oddiy holat, ya'ni chiqib ketish yo'llanadi. Misol uchun robot ishlamayaptimi? To'xta. Misol uchun musobaqa jarayoni bitta robotni sinib qoldi. Ikkinchi musobaqada zo'r bo'ladi. Buniki nima? Tanqid. To'xta, buniki misol uchun motori kuchli ekan, meniki motori silabiy. Bolada tanqidiy fikrlash, logikasi, bu yerda fikrlash, bitta narsaga qarash. Misol uchun biz bitta oddiygina buni robot texnika o'rganayotgan bola piyola deb qarasak, piyolada biz faqat choy ichamiz deb qarasak, u bola yo'q to'xta. Bunda suv ichsak ham bo'lar ekan, bu piyolaga napitka ichsagan bo'lar ekan deb qarashni o'zgartiradi-da. Har tomondan qaraydi. Men nimaga aynan piyola bo'lish kerak? Balki umuman agar ichishda masalan optimal yo'li bo'ladigan piyoladan boshqa narsadan ichishimiz mumkin-ku. Nimaga qilishimiz kerak emas? Shunaqa o'sha qarash. Misol uchun oddiygina mashinaning roli nima uchun dumaloq? Nima uchun to'rtburchak emas deb qarash, bolada fikrlash dunyo. Fikrlash. Misol uchun hammamiz yoshimizda hozir Lego bor. Ya'ni bola Legoni etapma-etap fundamenti zo'r qurib boradi. Robot texnika o'rganayotgan bola fikrlashi, qarashlari boshqacha. Misol uchun aynan bo'yayotgan duxini ham oshiradi. Biznesmen bo'lmoqchimi? Biznesda misol uchun bitta narsa tikmoqchimi? Duxini oshirishga eng zo'r bola turtki bo'ladi. Hozir eng men o'rganadigan narsa tanqidiy fikrlashdan ham oldin bola duxini oshiradi. Ya'ni misol uchun o'zimni bola bitta datchikni batareyalar ulab turib kuydirib qo'yadi. Depressiya to'xta, oddiy sen kuydiring batareya. Keyingi bolaga duxi oshadi, ya'ni o'rganadi, xatolardan qo'rqmaydi bola hayotda. Xato qilib qo'ysa bo'ldi degan narsalar bo'ladi. Keyin matematikani o'rganadi bola. Ya'ni matematika o'rganish qanaqa? Biz matematika misol uchun 2 × 2 4 misol uchun o'shani bola bu yerda kod bilan ishlatib ko'radi. Kodda qanaqa bo'ladi? Bu yerda realda matematika bilan virtualda matematika qanaqa bo'ladi deb misol uchun bola u yerda albatta matematika amaliy natijalar bo'ladi. Misol uchun kod yozadi-ku. Kodlarni ham yozish uchun datchik ishlatamiz. Bu yerda bola matematikani bilish kerak. Matematikani biz matematikani sinus kosinuslar o'rgatmaymiz. Sinus kosinus bola o'sha joyda o'zi tushunadi-da. Bu STEM ta'lim tizimi deyiladi. Ya'ni science, technology, engineering, mathematics zo'r. Ya'ni bu taxminan 2000-yillar buyog'idagi eng zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan tizimiga kirib kelganligidan belgisi. Nimaga? Ya'ni bola biror bir narsani o'rganayotgan paytida, odatda biror bir masala yoki biror bir muammo berilgan paytda kompleks yechim berish. Ya'ni nima jarayon bo'ladi? Bola ham matematik jihatdan, ham fanlar jihatidan, ham texnologiya jihatidan, ham muhandislik jihatidan mana shularda umumiy yechim beradi. Masalan, oddiygina bitta oddiy musobaqa deyish mumkin. Ko'pchilik bu narsani oddiy musobaqa deb hisoblashadi. Masalan, robot futbol bo'lsin, robot sumo bo'lsin yoki dronlarni bunday uchirishdi va bu bunday uchiryapti-ku, oddiy holat emasmikan deb o'ylashadi. Lekin aslida bu jarayonda bittagina elektronika qismi bor, muhandislik qismi bor, ya'ni konstruksiya qismi bor. Undan tashqari bu yerda o'sha elektr toki bilan ishlash jarayoni bor. Ya'ni qancha batareyka berish kerak, qanaqa kuchlanish berish kerak. Masalan, oddiygina sumoni oladigan bo'lsak, unga masalan qanaqa konstruksiya qilsa, uni o'sha maydondan keyingisini chiqarib yuborish kerak. Bunda barcha umumiy fanlarni kompleks holatda bola birlashtiradi va tabiiy ravishda emotsional tarzda bola kodlarni o'rganadi va hissiyoti bilan o'rganadi. Va kelajakda shunga oid muammolar bo'lsa, u juda tez javob beradigan bo'ladi. U shunchaki yotlab o'rganmaydi va buni tabiiy hissiyot bilan o'rganganligi uchun hayotda buni tatbiq qila oladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Masalan, biz yoshligimizda hamma ko'pchilik o'ziga savol berib ko'rsin. Nechta o'zbek tilida nechta so'zni o'zimiz bilamiz? Masalan, nechta so'z bilamiz? O'zbek tilida nechta so'zni biz bilishimizni bilamiz? O'shani bilganlarni bir 10 tasini kommentariyaga yozsinchi. Kommentariyada yozinglar. Masalan, kimdir aytishi mumkin, masalan, men o'zbek tilidagi so'zlar sonini 5000 tasini bilaman yoki 3000 tasini yoki 10000 tasini bilaman deyishi mumkin. Eng qizig'ini aytaymi?
ko'pchiligimiz o'zim ham aytyapman shu qatorda, men o'zim ham nechta so'z bilishimni bilmayman. Nimaga? Qanday bu narsani bunday o'rgandik yoki nima qildik? Sababi biz o'rganayotgan paytimizda, tilimizni o'rganayotgan paytimizda biz emotsional tarzda ko'p ma'lumotlarni, so'zlarni qabul qilganmiz. Ya'ni biz bo'layotgan bir jarayonda, uyda gapirilayotgan gaplar yoki kuzatishlar jarayonimizda yoshligimizda emotsional tarzda qabul qilganmiz. Ya'ni biz so'z o'rganyapmiz, biz til o'rganyapmiz, men o'zbek tilini o'rganyapman demaganmiz, balki buni emotsional tarzda bir nechta narsalarni birlashtirgan holatda biz o'zimizda buni o'rganganmiz va buni kerakli vaqtda ishlatib ketamiz. Masalan, kerakli vaqtda bu so'zlarni tabiiy ravishda ishlatish jarayoniga kiritamiz. Ya'ni biz aynan kitoblarni o'qiyotgan paytimizda ham tabiiy ravishda emotsional tarzda ko'plab so'zlarni qabul qilamiz. Va mana bu jarayon bizni kerakli vaqtda o'sha so'zlarni ishlatishimizga imkon beradi. Shunchaki yodlash esa bu kerakli vaqtda o'sha narsadan, ma'lumotdan foydalanish imkoniyatini ko'plab vaqtlarda cheklaydi. Aynan til o'rganayotganlarda ham ko'pchilikda muammolar nima bo'ladi? So'zlarni shunchaki yodlaydi. Lekin masalan bizga o'sha ingliz tilini o'rganayotgan o'qituvchilar aytishardiki, kinoni ko'r, emotsional tarzda ko'r. Emotsional tarzda kitoblarni o'qigin. Masalan, o'sha paytda sen so'zlarni avval miyangda gapirayotgan paytingda inglizcha birinchi o'zbekchaga tarjima qilib, keyin uni gapirmaysan, to'g'ridan-to'g'ri gapirasan. Mana shu jarayon ta'limdagi eng muhim va eng effektiv natija beradigan uslubi hisoblanadi. Bu aynan robototexnika to'liq mana shu STEM ta'limiga javob beradi deyishimiz mumkin. Siz qarang, shu joyda bitta narsani ochib ketsak, bizda robototexnika haqida tushuncha juda kam. Misol uchun 100% deb olsak, o'shandan bir tushunsa 10% tushunsa maksimal olaylik. Endi ko'pchilik IT desa hamma narsani tushunadi. IT desa siz qaranglar, IT kim aytdi? Robototexnika IT emas u. Hozir bolalar kichkina bo'lsa, men ITshnik bo'laman dedi. Endi biz mana shu podkastimizdan bir ota-onalar ko'rsa bir manfaat olsin. Mana shu manfaat olish qanaqa? ITni bitta ochib ketaylik. Robototexnik IT degani nima degani o'zi? Misol uchun men o'g'lim IT degan faqatgina kompyuterda kod yozib o'tirish degan. Misol uchun hakkerlik degani IT emasmi? Misol uchun robototexnika IT emasmi? IT degani informatsion texnologiyalar. Axborot texnologiyalar. Men o'g'lim ITshnik bo'ladi. To'xta, ITshnik qaysi yo'nalish bor? Ko'pchilik hozir front-end, back-end tushunib qo'yganda yoki приложение yaratish. To'xta, uni tagida misol uchun robototexnika ham ITning bir bo'lagi. Qarang, hozirgilar dastur yaratadi-yu. Dasturga qarasak, robototexnikchilar uchun-da. Dasturning baribir bu yoq tagida robototexnika misol uchun serverlar kim yaratadi? Robototexnikchilarda. Hardware, ya'ni hardware va software qismi bor. Ya'ni yumshoq, qattiq qismi. Biz robototexniklar ko'rinmas qismida, ya'ni jarayonlar. Misol uchun telefon, mana oddiygina telefonni ham qaraydigan bo'lsak, siz ko'rayotgan Instagram, Telegramlar bo'lsa, biz ko'rinish qismi ichidagi sizni telefoningiz qotib qoladi. Nima uchun iPhone qotmaydi, Samsung qotadi. Xuddi bularga ham yechim beradigan robototexniklar. O'shani siz bitta ochib ketaylik. Ya'ni IT ni bitta ochaylik. Robototexnikani hozir ko'pchilik IT sifatiga qo'shmayapti-da. Shu ota-onalar tushunchasi. Lekin robototexnika tushunadigan, IT tushunadigan robototexnika ham IT ni bitta bo'lagi. Ya'ni bitta biz tasavvur qilib maktab deb oladigan bo'lsak, maktab ichidagi bitta yo'nalishlarda, misol uchun maktabda matematika o'tiladi, fizika o'tiladi, xuddi misol uchun IT ham bitta men ota-onaga keyin tushuntiraman, IT bitta maktab. Lekin sen uning ichida o'g'ling matematikani o'rganadi, fizika yo'nalishi bor, xuddi robototexnika bitta yo'nalish. O'shanga bitta ochiqlab ketaylik. Siz podkastda savol berasiz, men bitta savol beraman. Ota-onalar uchun manfaat. O'zi va bitta narsani aytaman. 17-yilgacha va 17-yildan keyin, ya'ni 2017-yilgacha va 2017-yildan keyingi bo'lishimiz mumkin. Nimaga? 2013-2015-yillarda IT o'quv markazlari yo'qmidi? Bor edi. Men eslayman ko'pini va ular ko'pchiligi bolalar to'pla olmasdi. Ya'ni o'quvchilar o'qitish uchun IT ga o'qitamiz deb turib e'lonlar berar edi, reklamalar berar edi. Ko'plab muammolar bo'lar edi shu markazlarda, o'sha o'quv markazlarida. Ma'lum bir IT mutaxassislar bor edi-yu, kam edi. Va talab bor edi, talab yo'q emas edi. Talab yaxshigina bor edi, yaxshigina daromad qilish ham mumkin edi. Lekin o'sha nima deydi, baribir mutaxassislar yetishmasdi. 17-yildan keyin IT bo'yicha juda ko'p ishlar olib borilish boshlandi. Ya'ni
PR deylik, bu ommaviy tarzda televideniyadan tortib, radiodan tortib, ijtimoiy tarmoqlardan tortib, bularning barchasi IT to'g'risida bong urishni boshladi. Va da'vogarlar soni keskin darajada, ya'ni men ham aytishnik bo'lishim mumkinmikan yoki yoki men bo'la olaman degan ishonch bilan da'vogarlar soni keskin darajada oshishni boshladi. Va bu narsa o'z navbatida katta miqdorda nima deydi, xullas imtihonga kirishda masalan minglab, 10 minglab bolalar topshirish jarayonini oladigan bo'lsak, mana shunaqa jarayonga o'tishni boshladi. Va undan keyin bilsak 2020-yil, 2022-yil mana shu jarayonlarda keskin darajada bizda IT mutaxassislar, bo'lmaganda injenerlar deyishimiz mumkin, IT muhandislar ham deyishimiz mumkin. Mana shunday bir jarayon ko'paydi. Dasturchilik ko'paydi. Lekin biz robototexnika bo'yicha hali unaqa ommaviy tarzda ko'p joylarda men aytilyapti emas, lekin bu juda kam deb o'ylayman. Masalan, ko'plab texnologiyaning rivojlanishida har doim menda savol bo'ladi-da. Nimaga texnologiya masalan Yevropada masalan qaysidir jihatdan rivojlandi? Yoki bizni masalan o'sha 9 va 12-asrdagi Ma'mun akademiyasi bo'ladimi, Bag'dod akademiyasi bo'ladimi? Mana shu joylarda katta olimlar chiqishi boshladi degan savol har doim meni o'ylantiradi. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchimanki, u olimlar chiqishiga sabab aynan talabgorlar, da'vogarlar soni keskin darajada ko'p bo'lgan. Ya'ni Harun ar-Rashid davrida har bitta o'sha tarjima qilingan kitobga olimlarga o'shani miqdorichalik katta miqdorda oltin berilgan. Ya'ni bu orqali da'vogarlar soni keskin darajada oshgan va shundan keyin e'tibor bersak, aynan mana shu narsa qaysidir jihatdan asosiy sabablardan biri deb o'ylayman. Katta olimlar chiqishni boshladi va vaqtiga qarasangiz, e'tibor bersangiz, 9 va 12-asrdagi olimlar soni juda ko'p bo'lgan va dunyo tamadduniga hissa qo'shgan olimlar bo'lgan. Yevropada qanday bir rivojlandi desangiz, birgina masalan samolyot uchishni, ya'ni texnologiyasini bitta emas, juda ko'p kompaniyalar, juda ko'p bir startaplar deyishimiz mumkin, mana shular boshlagan. Masalan, 10 minglab odamlar alohida holatda har xilcha o'zini konstruksiyasini ishlab chiqib tajriba qilishni boshlagan. Ya'ni da'vogarlar soni keskin darajada ko'p bo'lgan va shuning ichidan eng zo'rlari yetishib chiqishni boshlaganda, shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizda masalan bokschilar masalan yutib chiqishdi va ular yaxshi bir sovg'alar olishdi. Ko'pchilik farzandlarini yoki bo'lmasam tanishlarini, jiyanlarini boksga berishni boshladi. Ya'ni da'vogarlar soni keskin darajada oshdi. Masalan, shaxmatni oladigan bo'lsak, shaxmatni men aytaman 50 ming so'm oyiga berib shaxmatni o'rgatadigan o'qituvchi bor, yaxshi o'qituvchi, yaxshi mutaxassis, keyin 50 ming so'mga men shaxmatni o'rgataman. Bola qiziqayapti, lekin ota-ona shaxmat nima bo'lardi deb turib bolasini olib ketib qolyapti-da. Keyin shaxmat bo'yicha musobaqalarda g'olib bo'lishdi va ularga yaxshi bir sovg'alar, masalan, qanaqadir bir ommaviy tarzda bir e'lon qilindiki, masalan, PR deyishimiz mumkin, ovoza bo'ldi ko'plab insonlarga va ular nima qilishdi farzandlari? Shaxmatni narxi, yaxshi shaxmat o'rgatadigan joylar 500 mingga, 1 millionga chiqib ketdi. Ya'ni yaxshi shaxmat o'rgatadigan joylar narxi oshdi. Nimaga? Talab oshib ketdi va ota-onalar shu narsaga berishni boshladi. Men bir tarafdan deb o'ylayman, bir tarafdan shu podkastimizni kuzatayotganlar ko'pchilik bo'lsa kerak. Ya'ni biz buni umumiy bir jamiyat sifat o'laroq mana shunday bir sohani oldinga bir olib chiqishimiz kerak va bu sohani zarur ekanligini, kerak bo'lsa har bir kunimiz g'animat ekanligini menimcha biz hammamiz umumiy tushunishga va tushungan bo'lsak, boshqalarga ham buni yetkazishga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Xuddi shunaqa qarasangiz, o'sha siz aytgandek 9-12-asrlarda olimlar ko'p bizga yetishib chiqqan. Hozirgi vaqtda bizda ham telefonga talab bo'lganda, olimlarga o'sha vaqt talab zo'r bo'lganda, ota-onalar ustoz savolda men o'g'limda hozirgi holatda aytishnikka beraymi
misol uchun dasturchi yaratading yoki robot texnikaga bersam yaxshimi? Ko'proq o'g'limga menga savol beradi-da ota-ona. Sizni ham shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Qaysiga bersam foydaliroq? Ya'ni o'g'lim kelajagi uchun ham desada, qaysi tavsiya qilardingiz? Siz ham misol uchun farzandingiz yoki ukangizga o'sha holat tavsiya qilardingiz? Tavsiya qarangda, biz bolani to'g'ri suhbat jarayonida qaysi narsalarni aniqlashimiz mumkin, lekin bu 100% emas. Eng yaxshisi taklif bergan bo'lardim, sohalarga qanchadir vaqt davomida berib ko'rish, ya'ni test qilib ko'rish. Test qilib ko'rish. Masalan, tasavvur qiling, bolani bir o'sha dasturlashga berib ko'rsin. Undan keyin robototexnikaga berib ko'rsin. Va undan keyin yana bir boshqa bir yo'nalishlarga berib ko'rsin. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, fakt sifatida har 10 ta boladan 8 ta bola bu albatta texnologik jarayonlarga qiziqadi. Masalan, qizlar ham qiziqadi. Masalan, nimadir jarayon, nimadir bir ishlashi, ketma-ketligi, mantiqiy bir fikrlash jarayonlariga qiziqadi. Lekin biz ma'lum bir vaqtdan keyin ularni masalan boshqa narsaga yo'naltiramiz yoki mana shu narsadan ishlaydigan bir qanaqadir bir takliflar berganimizdan keyin u o'zini masalan shu narsa kerak emas ekan yoki bu narsa zarur emas ekan degan fikrlar bilan, ya'ni tushunchalari o'zgarib ketadi. Shunday bo'lmasligi uchun nima qilish kerak desa, shunday bo'lmasligi uchun uni berib ko'rish kerak va qaysi jarayonda bola mazza qilyapti. Masalan 2 hafta borib yo'q, menga bu narsa bo'lmaydi desa, bu sen nimaga uni qilyapsan deyishmas, balki qanaqadir bir to'xta nimaga yoqmayotganligini sababini o'zaro bir farzand bilan ota-ona bir suhbat qilib ko'rish kerak va boshqa yo'nalishga ham berib ko'rish kerak. Ya'ni yo'nalishlarga kirib ko'radi va qaysi bir jarayonda, qaysi bir yo'nalishda o'zi bir bola nima deydi, mazza qiladigan bo'lsa, bu o'sha yo'nalish bo'yicha ketsa, qancha ertaroq boshlasa, shuncha uning kelajakda katta bir muvaffaqiyatli inson bo'lishiga, shu sohasi bo'yicha muvaffaqiyatli inson bo'lish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi va juda ko'p narsalarga ulguradi. Mana shu narsa bir muhim deb o'ylayman. Hozir bizni kuzatib turgan ota-onalar bor-da. Aynan auditoriyamiz ko'proq bolalar, ota-onalar, aynan student bo'lsin, ota-ona bo'lsin. Bir saralab turib, biz podkastimizni ko'rib, qanday bir nimadir berib shu bolalarni bir ITga qiziqadimi yo robot texnikaga qiziqadimi bir yo'l ko'rsasak, aynan bir biz ko'rsatgan ko'pi bir sanoqli bir 3 tasi yo 4 tasiga qanaqa qilib bir prizma nimadir bersak bo'ladi. Misol uchun siz va men tomondan qanday bir podkastimizni ko'rayotgan insonlar bir manfaatli bo'lib kelib, biz haqiqatan ish jarayonimizni ko'rib, misol uchun qaysi nima bir yordam qilib mana shu sinab ko'ramiz. Bir aynan men o'zim tavsiya qilaman, 3 ta saralab kommentariy eng zo'r, kommentariy zo'r fikr bildirgan sohada, ya'ni o'g'lim nimalarga qiziqadi va telefon raqamini qoldirsa, like va podpiska bosib 10 ta do'stiga yuborib, bizga yozsa, men 3 ta o'quvchini aynan tekin dars o'tib beraman. Prosta qaysiga qiziqadi? Robot texnikaga qiziqadimi? Qilib beraman. Ya'ni dars o'tish jarayonida dasturlashga qiziqadimi, robot texnikaga qiziqadimi, shuni aniqlab berasiz. Bitta aniqlab, misol uchun probniy dars qilib beraman. Test jarayoni. Zo'r. O'sha holatda. Misol uchun aynan yana bu yerga kelsangiz nimadir sovg'a 15 kun ichida, 15 kun ichida masalan o'sha yozilgan eng yaxshi kommentariyalarga va o'g'lining ko'proq kelajagi, ya'ni nimaga qiziqadi va yuborib qo'yishim, 10 ta kishiga yuborib, tanishiga yuborib qo'ysa ham yaxshi bo'ladi. Chunki bu podkast ko'rib o'g'li robot texnikaga qiziqishi mumkin. U ham misol uchun ko'ryapti-yu, bu farzandi yo'qdir yo o'zi robot texnikaga qiziqmas. Kimdir qiziqib qolar, o'sha holatda bizning suhbatimiz foydali bo'lishi. O'shaning uchun sanoqli faqat 3 kishi, farqi yo'q. Misol uchun o'zingiz bo'lishingiz mumkin, misol studentlar bo'lishi mumkin, talabalar yoki siz aytgan bo'yi 50 yoshli bir yoshi katta kishilar bo'lishi mumkin yoki 9-10 yoshli bola bo'lishi mumkin. O'sha holatni biz baholab berib, ya'ni o'g'lingiz haqiqatan robot texnikaga qiziqsa sizga qayerga o'qishni tavsiya qilamiz, narsalar qayerdan olish, aytishlik bo'lsa qaysi o'quv markaziga biz praktikamizdan kelib chiqqan holatda tavsiyalarni beramiz. O'sha holatda siz zo'r. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni kim mana shu videolarda eng yaxshi izoh qoldirgan 3 ta ishtirokchimizga bizda alohida bir sovg'alarimiz bor, ya'ni bu konstruksiyalarimiz bor. Konstruksiyalarimizni sovg'a sifatida sizlarga yetkazamiz mana shu 15 kun ichida.
biz saralaymiz. Saralash jarayonida shu kim yaxshi, eng yaxshi kommentariya, ya'ni o'sha izohlar qoldirilgan 3 kishiga alohida bizning maxsus sovg'alarimiz bor. Bular sizlarga yetkaziladi. Rahmat, shuni aytib o'tmoqchi edim. Lekin aynan o'sha konstruksiyalar sizlar uchun foydali bo'ladi. Farzandingiz uchun ham, o'zingiz uchun ham. Shunday. Bu surpriz. Borganda ko'rasiz va kommentariyada izohlar, eng zo'r izohlar uchun. Xo'p, yana suhbatni davom ettirsangiz ustoz. Rahmat. Shu o'rinda bitta savol bermoqchiman. Ya'ni biz endi robototexnika o'qituvchiligi va ma'lum bir loyihalar haqida gaplashdik. Kelajak haqida gaplashsak, ya'ni robototexnikani kelajagi qanday va dunyoda nima jarayonlar bo'lyapti? Ya'ni biz nima uchun robototexnikani o'rganishimiz kerak? Va dunyoda umumiy jarayon, tendensiya qaysi tarafga qarab ketyapti? Mana shu savollar atrofida gaplashsak. Boya ham aytdik, software qismini, hardware qismiga qaraydigan bo'lsak, dunyoni o'ziga qaraydigan bo'lsak, dunyo o'zi texnologiyaga qarab ketyapti. Hozir Elon Muskga ham qaraydigan bo'lsak, insonni miyasiga chip qo'yib, hamma bu tabiiy hol aytishimiz mumkin, kimdir uchun yangilik emas. Chip qo'yib turib insonni fikrlash, ya'ni telefoningiz so'lyapti, siz boshqarmayapsiz, miyangizdagi fikr o'qiyapti. Bitta oddiy holat qarang. Yoki o'zi yurar mashinalar. Misol uchun o'zi avtopilot mashina hozir biz o'zimiz O'zbekiston sharoitida ham yuribdi. Misol uchun o'shalar texnologiya, u ham bitta texnologiya. Ya'ni biz o'rganayotgan oddiy narsalarni bu texnologiyada. Ya'ni siz hozir texnologiya o'rganmasangiz nima bo'ladi degan holat. Siz o'rningizga oddiy robot kerak bo'ldi, tamom. Misol uchun zavodda siz ishlayapsiz, o'rniga texnologiyani boshqaradigan inson kerak. Mashina oldin oladigan bo'lsak, Toshkentdan Samarqandga kelishimiz uchun biz oldin qaraydigan bo'lsak, misol uchun 18-asr, 19-asrlarga qaraydigan bo'lsak, ot arava, eshak aravalarida kelganmiz. Undan keyin tez yuradigan nima chiqdi? Misol uchun velosiped chiqdi. Velosiped bitta manzilga tez, misol uchun otdan, eshakdan tez boradigan velosiped chiqdi. Velosipeddan keyin nimalar chiqdi? Mashinalar chiqyapti. Ya'ni o'rnini olishni boshlayapti-da texnologiya. Endi biz qishning kunlari yurishimiz boshqa holatlar, uzoq yo'lga biz oyog'imiz og'rib qoldi. Undan keyin misol uchun motorda yuradigan, misol mashinalar, bug' mashinalar chiqdi. Uni etap-metap. Ya'ni nimaga tayyor? Bu gapni nima demoqchiman? Siz texnologiyani boshqaruvchi inson bo'lishingiz kerak. Misol uchun zavodlarda ham hozir 10 ta ishchi emas, bitta robot olib kelib qo'yasiz, ya'ni nimani? Robot kelib, uni siz boshqaradigan inson bo'lishingiz kerak. Farqi yo'q. Hozir keladi, balki 10 yil, 20 yildir, balki 1 yildir. Siz o'rningizga aniq robotlar ishini soladi va siz ular boshqaruvchisi bo'lishingiz kerak. Agar boshqaruvchi bo'lmasa, ya'ni bu yerda bitta tendensiya, o'sha jahon tendensiyasi xuddi o'sha narsaga boryapti. Ya'ni bizda ishchi kuchi kamayib, robotlar olyapti. Ya'ni ishsizlik ko'payib boryapti bizda holatda. Qarang, men shu joyda bir ma'lumot sifatida aytib ketmoqchiman. Xitoyda va o'sha Germaniyada, yana ko'plab boshqa davlatlarda to'liq robotlashtirilgan, ya'ni 100% robotlashtirilgan robotlar ishlashni boshlagan. Ya'ni 10 millionlab telefonlarni, biz hozir Xiaomi deyotgan telefonlarimizni mana shu nima deydi? Dark factory deydi, manufactory. Ya'ni mana shunday bir katta bir kompaniyalar, katta bir korxonalar to'liq, ya'ni inson ishtirokisiz bo'lgan holatda telefonlarni ishlab chiqarishni boshlayapti. Ya'ni umuman inson ishtirok etmaydi va BMW, ya'ni BMW kompaniyalari ham to'liq, yana bir narsani aytyapman, 100% holat haqida gap ketyapti. Robotlashtirilgan, ya'ni robotlar avtomobilni yig'yapti va mana shuni boshlashgan. Nima uchun bu narsani boshlashadi desangiz, har bitta o'sha muhandis bo'ladimi, bularga talab qachon boshlanadi? Qachonki bir iqtisodiy holat ta'siri boshlansa. Iqtisodiy holat nimaga ta'siri boshlanadi desangiz, iqtisodiy holat albatta robotlar ishlab chiqaradigan bo'lsa, ular 24 ga 7 ishlaydi va ular qaysidir bir ishda bir muammolar keltirib chiqarmaydi. Ular jahli chiqib qolmaydi, xafa bo'lib qolmaydi. Ya'ni emotsional tarzdagi muammolar ularda yo'q va ularda aytilgan vazifalarni to'liq va aniq soch tolamizning mingdan yoki milliondan bir tolasi aniqligida ham ishlashadi. Va bu narsa ularni bir xil standart tarzda ishlashi, mahsulotlarni standart chiqarishi va ularning narxlari, ya'ni mahsulotning narxlari minimal darajaga tushishiga sabab bo'ladi. Bu esa tadbirkorlarga albatta yoqadi va tadbirkorlar buning uchun o'zlarining mablag'larini sarflashni boshlaydi. Ya'ni
Buning uchun ayni mana shu jarayonda ham muhandislarga nisbatan talab, mana shular tuzib beradigan, o'rnatib beradigan muhandislarga talab keskin darajada oshadi va siklический deydi, ya'ni doimiy bajariladigan ishlarga, shunchaki ish bajaradiganlarning ishsizligi keskin darajada oshadi. McKinsey & Company tahliliga ko'ra, dunyodagi masalan 2030 va 2040-yilga borib 1 milliarddan oshiq odamlar ishsiz qoladi. Aynan nimaga sabab desangiz, bu o'sha sohalarda o'sha avtomatlashtirish, robotlashtirish va sun'iy intellektning keng qo'llanilishi. Mana shu narsalarda dan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, robototexnikani qanchalik biz texnologiyani o'rganishimiz natijasida biz yangi bir zavodlarni o'zimiz quraylik, mana shunday zavodlarni o'zimiz loyihalashtiraylik. Va biz buni shunchaki to'xtatib qo'ya olmaymiz, chunki dunyodagi raqobat darajasida, ya'ni narxlarni tushirish uchun ham odamlar albatta robotlarni ishlatishga to'g'ri keladi. Masalan, robotlarni ishlatirmasa, masalan, uning chiqarayotgan mahsuloti bozor narxidan ko'ra qimmatroq chiqadi va bozor uni sotib olmaydi. Raqobatchisi qilayotgan bo'lsa, uniki arzonroq bo'ladi va albatta unikini oladi. Tabiiy ravishda bu bozorda keskin darajada katta bir o'zgarishlar bo'sag'asida turganini bir belgisi. Bundagi hozir eng muhim narsa bu sohani o'rganish va shu soha bo'yicha yetuk katta bir mutaxassislarni yetishtirib chiqishimiz kerak. Men boshqa yo'lni umumiy holatda ko'rmayapman. Bizda hozirgi holatimiz Xiaomi aytayapmiz. Xiaomi to'liq avtomatlashtirilgan robot ishlaydi. Inson omilsiz, inson qatnashmaydi. Robot o'zi chiqazib beradi. Sizga hozir biz ishlatgan Xiaomilar hammasi robotlar ishlab chiqaradi ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, bu kelajakda hozir bizda ko'p ahranlar bor-da, siz. Ahranlar ishini hozir oddiygina kichikroq kameralar olyapti-da. Koreyaga qaraydigan bo'lsa, Koreya har bir qadamingiz kamera. Siz qayerda inson, qayerda bu kamera. Ya'ni bu nima demoqchiman bu yerda? Misol uchun biz hozir ko'chada gay xodimlar bor, ya'ni sovuqda, issiqda turish, bemalol bizga kamera olyapti. Bitta, misol uchun o'sha holatni ish kuchini kamaytirish. Ya'ni biz texnologiyaga tayyor turishimiz kerak. Biz ishimizda texnologiya bir tomoni ishimiz olib qo'yadi, bir tomon bizni ishimizni mushkilni osonlashtirib beradi. Albatta oson. Misol uchun kimdir O'zbekiston bo'yicha aytadimi, bu yoqda ishimni texnologiya bilan hal qilyapman-da, yoki telefon bilan qanaqa texnologiya bilan hal qilyapman. Yoki taksistlar oladigan bo'lsak, taksistlar ham umri qanchadir statistikalar oladigan bo'lsak, bir statistikani eshitgandim. Siz aytgan 2050-yilgacha taksistlarning 86% o'zi yo'qolib ketish ehtimoli bor. Taksistlar o'rniga, ya'ni avtopilot mashinalar biz uyimizga taksist odam kelib avtopilot mashina olib kelyapti. Bitta oladigan bo'lsak, qaysi bir zavodda eshitdim, o'rtacha 50 tami ishlar ekan. Ya'ni o'rniga chipsonoklar bilan ishlaydigan, nimalardir qilar ekan. O'sha o'rniga 3 tami ishchi qolgan. Faqat u ishlab o'sha texnologiyaga qaraydigan bo'ldi. Faqat texnologiyaga qarab boshqarib turadigan insonlar. Bitta oladigan bo'lsak, 47 ta ishchining pulini 5 ta robot egallayapti-da. Bizda ko'p bo'ladigan muammolardan bittasi robot deganimizda, robot degani faqat biz insonlar odamsimon robotni deb tushunamizmi degan. Ya'ni tushuncha shunaqa bizda robot degani sizlar robot deysizmi? Odamsimon robot-ku. Yo'q, kechirib qo'yasiz. Sizda telefoningiz ham bitta robot, mashinangiz ham bitta robot, misol uchun tushuncha mexanik qurilmalar. Sizning mushkulingiz robot degani, sizning mushkulingiz osonlashtiradigan narsa bu robot deyiladi. Bizning tushunchamiz robot degani insonga o'xshaydigan. Bizni YouTube'lar yoki ijtimoiy tarmoqlar robot deganda faqatgina insonga o'xshaydigan narsa bu robot deb tushunganda. Qanaqa holatlarda yana biz robotlar deb atashimiz mumkin? Qurilmalar bo'ladimi, nimalarni biz robot deb atashimiz mumkin? Nimada? Misol uchun, o'shalarga bitta oydinlashtirib kirib ketsak, o'sha keyin ya'ni bu yerda ham tushunib oladiki, ishimda ham robot bitta odamsimon robot oladi deb tushunmaydi-da. Ya'ni robot degani umumiy bo'ldi tushuncha, misol uchun qarashni o'zgartiradi inson uchun. Albatta, o'zi bundan oldin biz robototexnika o'zi nimalarga bo'linadi degan narsalar tushunib olishimiz kerak. Robototexnika o'zi asosiy 3 qismga bo'linadi. Endi 4 qism ham deyishadi, lekin asosan baribir 3 qism deb o'ylayman. Bu nima? Bu mexanika. Ya'ni tarixga qarasangiz ham birinchi bir mexanikadan boshlandi. Oddiy bir g'ildirakda ixtiro qilinishi ham bu mexanik bir jarayonning boshlanishi. Ya'ni biz yuklarni, endi bir og'ir bo'lgan yuklarni biz bemalol, masalan 5-6 ta kishi bajaradigan narsalarni birgina bir g'ildirak orqali bajarishimiz mumkin bo'ladi. Bitta jarayon bu mexanika. Ya'ni bu o'zi takomillashib ketdi, mexanika kuchaydi, rivojlandi.
Undan keyingi bu jarayon bu elektronika, ya'ni elektr tokini ixtiro qilinishi. Agar biz davr jarayoniga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi mexanika, undan keyin elektr tokini ixtiro qilinishi bo'ldiki, bu o'sha mexanik jarayon bilan elektronika, elektrotexnika birlashishi natijasida bir yangi davr boshlandi. Yangi bir nima deydi, inqilob, yangi bir rivojlanish boshlandiki, undan keyingisi u dasturlash. Ya'ni mana shuni ikkalasini ustiga qurilish, ya'ni o'shani ikkalasini boshqarishi, dasturlash orqali boshqarish mumkinligi to'g'risidagi ilk bir ma'lumotlar paydo bo'ldi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Dasturlash deganda bu albatta kompyuter kodi yordamida yoziladigan dasturlar tushunmasligimiz kerak. Aynan o'sha 12-asrlarda ham, 12-13 asrlarda ham Al-Jazari deydi, katta bir olim bo'lgan. Mana shunday bir boshlang'ich o'sha dasturlarni bir ishlatishni boshlagan. Bu o'sha elektronikani takomillashishi, masalan biz 20-asrlarga keladigan bo'lsak, elektronikani takomillashishi, bu dasturlashishi yangi imkoniyatlarni ochib berishni boshladi. Ya'ni unda ko'plab o'zgartirish va uni yozish mumkinligi imkoniyatlarini ochib berdi. Undan keyin esa sun'iy intellekt qurildi uni ustiga. Mana shu jarayonlarni umumiy holatda mana shu 1920 bu mana shu buningchi yillarda, o'sha boshlanish yillarida robot so'ziga, masalan, Chex olimi tomonidan birinchi robot so'zi ishlatiladi. Bu nima? Bu yordamchi, ya'ni insonga yordam beradigan, ya'ni bir ishlarda mehnat qilinishiga yordam beradigan bir qurilma sifatida yozilgan, ya'ni robotlar. Hozirgi kundagi masalan robotlar ko'proq shu gumanoid robotlar haqida biz bilamiz, lekin robotlarning turlari juda ham ko'p. Robotlar o'sha mexanik qurilma qismidan tashkil topgan bo'ladi va o'z navbatida o'sha elektronika bilan tashkil topgan bo'ladi. Undan keyin esa albatta buni dasturiy qismi ham bo'ladi. Mana shularni birlashtirgan holatda biz umumiy buni robot, ya'ni robototexnika deb atashimiz mumkin. Ya'ni undan tashqari Yaponiyada 80-yillarda mexatronika degan bir yangi bir yo'nalishni olib kirishgan, ya'ni bu mexanika va elektronikani birlashgani degan ma'noda olib kirishgan. Lekin robototexnikada albatta bunda dasturlash ham bo'ladi. Dasturlash bo'lganligi uchun bu bir jihatdan bu albatta ko'plab qurilmalar, agar unda mexanik qismlar bilan birgalikda dasturiy qismlar, elektronikalar bir jam bo'lgan bo'lsa, buni biz robototexnikani bir qismi deyishimiz mumkin. Ya'ni biz albatta bizning mehnatlarimizga yoki biror bir qiyinchiliklarimizga yordam beryapti va mana shu jarayonlar. Robotlar hozir masalan Tesla bot deymizmi yoki bo'lmasam o'sha avtopilot deydi, ya'ni o'zini o'zi boshqaradigan avtomobillar oladigan bo'lsak ham, bularni ham biz robot deb atashimiz mumkin, chunki ularda albatta mexanik qurilmalar, dasturiy ta'minot va elektronikalar bilan jihozlangan. Mana shu umumiy holatda biz aslida texnologiya va robototexnikaning ichida yashayapmiz. U faqat robotlar, gumanoid robot kelganda biz robot mana keldi emas. Umumiy holatda hozir katta ishlab chiqaruvchi korxonalarimizda deyarli avtomatlashtirilgan qurilmalar bor. Bularning barchasida juda ko'p joylarda robotlar xizmat ko'rsatmoqda, ishlamoqda. Asosan 3 ta narsasi bo'lganda qanday narsani biz har qanday narsani robot deb atashmiz. Mexanika, elektronik, dasturiy ta'minot bo'lgan narsa. Dasturiy ta'minotlar birlashgan bo'lsa, ya'ni unda endi chuqurroq ba'zi bir olimlar tahlili bor. Ya'ni mexanik harakatlanadigan qo'lga o'xshagan qanaqadir qurilmasi ham bo'lishi kerak. Biz shunda robot deb atashimiz kerak deb ham aytishgan. Lekin ba'zi olimlar aytadi, yo'q, biz umumiy mexanikani qaysidir qismini ishlatayotgan bo'lsa ham, biz uni robot deb atashimiz mumkin deb turib anav qilishadi. Umumiy bu haqida ham bir ko'plab tortishuvlar bor, lekin yana bir narsani tushunish kerakki, ilm fan so'nggi bir 10-20 yil ichida 20 yil juda keskin darajada o'zgardi. Hattoki sun'iy intellektni o'zi nima degan savolni bir nechta pozitsiyalarda o'zgarib ketdi. Masalan, oldin aqlli odam kim deganda, aqlli odam bu shaxmatda o'ynashni biladigan, shaxmatda yutgan odamni aqlli odam deb hisoblanardi. Ya'ni aqlni o'lchovi shaxmatda yaxshi o'ynagan odamni aqlli deb hisoblangan. Masalan, 80-90-yillarda o'sha Garri Kasparov toki shaxmatda undan yutqazmaguncha. Yutqazgandan keyin endi to'xta, aqllilikni o'lchovini biz o'zgartiramiz degan fikr bo'lib qoldi. Kompyuter agar buni yutgan bo'lsa, demak uni biz aqlliroq deyishimiz mumkin emas. Bu algoritmlar bor, unda o'ziga yarasha, masalan, sun'iy intellekt bor. Ya'ni birinchi o'sha sun'iy intellekt deyildi. Undan keyin AlphaGo chiqqancha
Undan o'qildi, AlphaGo chiqqandan keyin to'xtanglar, endi sun'iy intellektga ta'rifni o'zgartiramiz dedi-da. Shunaqa qilib hozirgacha, masalan, haligacha sun'iy intellektda nimaga aynan mana bunday sun'iy intellekt deganda ta'riflarda juda ko'p konfliktlar bor. Ya'ni nimaga bunga konflikt borki, sababi har safar o'lchovlar har xil bo'lyapti. Ya'ni bitta o'lchovni qo'yapti, sun'iy intellekt u o'lchovni buzib o'tyapti. Deyapti, to'xtanglar. Agar u narsani deb qo'ysak, unda odam bilan sun'iy intellekt farqi bo'lmay qoladi-ku deyapti-da, yana boshqa o'lchov qo'yyapti. Va bu natijasida biz yana ichkariga kirib boryapmiz. Sun'iy intellektdagi eng katta bir farq shuni aytib o'tmoqchiki, farqlardan bittasi nima desa, Robit akademiyasida berilgan podkastda ham aytdim, ya'ni tanqidiy fikrlash borki, insonda tanqidiy degan fikrlash deganda, tanqidiy tahliliy fikrlash deganda ko'pchilik baribir boshqa narsani ham tushunayotganlar bor. Shu o'rinda bir narsa aytmoqchiman. Ya'ni tanqidiy degan bu shaxsga nisbatan emas, balki muammolarga nisbatan yoki o'ziga nisbatan deb olishimiz kerak demoqchiman. Shaxsni, birorta bir boshqa shaxsni tanqid qilish haqida gap ketmayapti. Ya'ni nima uchun degan savolni o'ziga bera oladi va muammolarga nisbatan ham nima uchun degan savolni bera oladi. Nima uchun men bu yerdaman va nima uchun men bu hayotda yashayapman deb o'ziga o'zi savol bera oladi inson. Lekin hali sun'iy intellekt bunday savolni bera olmaydi. Ya'ni tanqidiy va tahliliy jarayondagi farq. Shu o'rinda ham bir narsani aytgan edim. O'sha podkastda ham yana bu yoqda ham aytaman, chunki baribir bu narsani aktual deb hisoblayman. Tasavvur qiling, hozir masalan Angliyada yaqinda kosmik raketani modelini, loyihasini sun'iy intellekt optimal darajada qilib berdi va uni sun'iy intellekt loyihalashtirib berdi. Va u optimal darajada zo'r ishlayapti. Endi savol tug'iladi. Barcha narsani agar sun'iy intellekt va robotlar bajaradigan bo'lsa, hardware yoki software qismlarini oladigan bo'lsak, inson nima qiladi degan savol har doim beraman va shu hammaga, shu kuzatayotgan obunachilarimizga ham, kuzatuvchilarimizga ham aytamiz. Tasavvur qiling, sizning barcha masalan ishlaringizni robotlar qilyapti. Va siz haftasiga bir juda kam ishlayapsiz. Masalan 1 soat, 2 soat ishlayapsiz va shu sizga butun haftadagi ishingizga o'ziga yetyapti. Inson nima bilan shug'ullanardi? Va nima uni eng bir kuchli tomoni bo'lib chiqardi? O'sha jihatlarda ko'p o'ylayman. Balki bu jarayonga hali yana bir 50 yil bordir, balki 100 yil bordir, balki undan kamroqdir. Men buni bilmayman. Lekin hozir bilishimiz kerak bo'lgan narsa nima desangiz, men aytadigan narsam shu yangi ta'lim, ya'ni ta'limni o'rganish va doimiy tarzda o'ziga va muammolarga nisbatan tanqidiy, tahliliy fikrlash jarayonini takomillashtirish kerak va robototexnikani o'rganish jarayoni, ya'ni texnologiya muhandislikda o'rganish jarayoni mana shunday eng muhim bo'lgan qismni rivojlantiradi. Bu fikrlar ko'pchilikka kulgili tuyulishi ham mumkin. Ya'ni bizda hali robotlar olmaydi, biz yuraveramiz deyishingiz. Yuravering, o'rningizga robotlar oladi. Hozirgi holatda, kichik boshlanishdan holatda искусственный intellektlar, ya'ni sun'iy intellektlar SVMchilar ishni olishni boshlayapti. Men hozir bunday qilib video olaman, sun'iy intellektlar bor. Yoki sun'iy intellektlar bazalari bor, katta bazalari bor. Siz ishlating, xohlasangiz rasm deysizmi, hammasini chiqarib beryapti искусственный intellekt. Sun'iy intellekt birinchi o'rinda bizga kirib kelayotgan narsa SVMchilarga kirib kelyapti, ta'limga kirib kelyapti. Ta'limga, ya'ni bu aynan ustozlarga ham tegishli ustoz. Albatta, men misol uchun robot texnika ustoz bo'lsam, o'zimga o'zim savol beraman-da hozir. Men o'rnimga robot dars bersa-chi? Robotlar chiqib ketyapti. Men nima ish qilaman? degan savol. Shunaqa albatta. Uyqu bermaydi-da. Mana bu sizni o'sha mana shu savol berishingiz o'zi tanqidiy tahliliy fikrlash. O'ziga agar nima uchun men bunday hozir dars beryapman, ertaga bunday bo'lsa, men nima qilishim mumkin? Ya'ni ustozlarga ham yaqin o'zim atrofimdagi boshqa ustoz universitetdagi o'qitadigan ustozlar, ustoz deyman, siz o'rningizga
robot dars bersa nima qilasiz? Siz nima ish qilasiz? Biz nima qilamiz? Hayotda nima qilamiz degan savol miyamga qolmay chiqaman. Kechqurun haligacha misol uchun o'zimga robot texnika sohasida javob topolganimni qaysi qismini misol uchun ajab emas. Misol uchun 1 yildan keyin men dars bermayman, men o'rnimga sun'iy intellekt dars beraman. Yo hozir aynan robot texnikani qanchadir qismini software qismini berish mumkin sun'iy intellekt. Lekin bu yerda hardware qismiga sun'iy intellekt ber. Men hozir ustunlik tomonim bo'lib turayotgan jihatim hard qismiga, ya'ni qattiq qismiga men hozir sun'iy intellektdan bitta ustunlik tomonim bor, ya'ni qilib beraman. Lekin boshqa sohaga ingliz tilini o'rgatadigan sohachi, matematika desachi, fizika desachi, u holatlarda sun'iy intellekt ustozlar ham hozirgi holatda modelni, ya'ni model jihat borda, men o'zimda robot texnika ustoz sifatida o'sha modelni o'zgartirishim, qarashimni, tanqidiy fikrlashimni, ya'ni aynan ustoz aytgandek bitta shaxsga nisbatan emas, aynan o'zimga, sohamga nisbatan tanqidiy qarashlarni o'zgartirishim kerak. Men o'rnimga hozir robot olib qo'ysa, men hozir $1000 oylik olsam, bir oydan keyin $1000 oylik olmasam, robotga mana shu berayotgan robotga $100 berib robot ishlasa yaxshi emasmi bu kompaniyaga? U miyamga haligacha o'sha savollar aynaladi. Bu kulgili bo'lishi mumkin. Olmaydi, yuravering. Lekin qachondir olish mumkin. Hozir holatga qarang, sun'iy intellektlar dars berishni boshlayapti. Ta'lim olish uchun men qayerga borishim shart emas. Onlayn ustoz bilan ko'rib gaplashib ta'lim olaman. Bitta bu ta'limni bitta yo'qotish qismi. O'sha holat o'zgaryapti. O'sha holat ta'lim berish masofada. Men misol uchun offlaynda 20 ta insonga dars beraman, charchayman. Lekin ustoz bu yerga fizik jihatdan ham ta'lim, katta ommaga ta'lim berib, onlayn misol uchun shunaqa programmalar chiqib ketgan. Ya'ni o'sha holatda ham, o'sha holatni qaraydigan bo'lsak-da, ya'ni bu yerda robot texnikaga soha qanaqa bo'ladi? Ta'limga ham kirib kelyapti. Bitta misol uchun bitta ta'lim jihatda qaraydigan bo'lsak, yoki zavodlarda oladigan bo'lsak, zavodlarga kiryapti deysizmi? Ixtiyoriy sohaga hozir robot kirib kelyapti. Bitta ta'lim ichida bo'lganim uchun ta'limga nuqtai nazardan ko'proq urg'u beryapman. Ustozlarim ko'proq o'sha modelni o'zgartirdi. Ingliz tili ustoz bo'lsa, qanaqadir bir model qilib boshqa nuqtai qarashni. Misol uchun ustoz qarang, hozir o'sha men bitta men jihatimda olaylik. Men hozir hard qismiga ustunlik tomonim bor deb aytayapman. Yana meni o'rnimda robot olmaslik uchun men nima ishlar qilsam bo'ladi? Aynan qolgan sohaga, misol uchun o'ziga andoza oladi. Boshqa sohadagi matematika ustoz bo'lishi mumkin yoki bir biznesmen bo'lishi mumkin, o'zini sohasiga kiritmoqchi bo'lsa robot o'sha holatda. Misol uchun oddiy oladigan bo'lsak, call centerlar o'rniga sun'iy intellekt olyapti, robotlar olyapti-da. O'sha holatda men misol hozir qaysidir kompaniyaga qiziqish bildirib qolib telefon qilyapman, robot javob beradi. Inson bo'lsa uyda bemalol dam olayotgan bo'ladi. O'sha holatda ham nima misol uchun menga tavsiya berardingiz? Mana misol uchun ikkalamiz sohadamiz. Qaysi jihatni o'zgartirsa? Oxirgi paytda ko'p o'ylagan, tahlil qilgan fikrlarim. Endi bu ham hozir bu narsani bir tavsiya sifatida, ya'ni bu 100% to'g'ri deb o'ylamayman, albatta bu fikrlar. Xo'sh, boyagindek tanqidiy va tahliliy fikrlash jarayonini kuchaytirish kerak. Va tanqidiy tahliliy fikrlashdagi har bitta jarayonga, muammoga, texnologik muammoga ham tanqidiy yondoshishni o'rganish kerak. Shunda har bir qurilmaga boshqa bir nazar bilan qarashni boshlaysiz. Ya'ni u qurilmani optimizatsiya qilish imkoniyatini ko'rasiz va o'zingizni hayotingizda ham o'zgarish imkoniyatini ko'rasiz. Bu tanqidiy tahliliy fikrlash bo'yicha xudo xolasa alohida bitta podkast qilamiz. Alohida, chunki tanqidiy tahliliy fikrlashning o'zi bir alohida katta mavzu. Bu bo'yicha alohida podkast va ko'rsatuv qilamiz, chunki har bir hozirgi boyagiga o'xshagan minglab kadrlar, ya'ni o'qituvchilar bo'ladimi, boshqa xodimlar bo'ladimi, har doim o'ziga berayotgan savollardan biri deb o'ylayman. To'xta, hozir sun'iy intellekt shu holatda ketyapti. Va biz nimaga tayyorda turishimiz kerak va nimani ko'proq o'rganishimiz kerak degan savol turadi. Bu bo'yicha alohida xohlasa podkast qilamiz. Hozirgi holatda bizda yana qaytib aytaman, kadr yetishmayapti. Ta'lim sohasida, avtomatika sohasida ko'p hozirgilar aytishliklarga software qismiga urg'u berilyapti-da bizda. Shu o'rinda bitta savol bermoqchiman, qarang. Agar sizga imkon berilganida texnologiya va robototexnika bo'yicha O'zbekistonda masalan sen bitta qaror chiqarganki, mana shu narsani biz amaliyotda
ishlatamiz desa, yo bitta qaror yoki 3 ta qaror bo'lishi mumkin endi. Mana shunday aytganki, biz shu narsalarni o'zgartiramiz va shu orqali shuni o'zgartirish orqali sohada ko'plab yaxshi bir mutaxassislarni yetishtirib chiqara olamiz. Ya'ni ko'plab minglab kadrlarni chiqara olamiz. Nimani o'zgartirsak bo'ladi deb sizdan savol so'ralganda nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Aynan mana shu sohaga oid robot texnika sohasida aytaman va Nima ishlar qilinish kerak deb o'ylaysiz? birinchi qilinadigan ish bizni robot texnikadagi o'zimiz fikrlashimiz qanaqa o'zgartiramiz desak, ta'limda har bir maktabdan boshlab turib texnologiya fanni qo'shgan. Birinchi sinf bola robot nimaligini tushunmasa, ertaga bizdan qanaqa ustoz texnologik bir inson biz Elon Musklar kutishimiz kerak. Misol uchun-da, qanday hozir biz atrofimizda Toshkentdagi bola robot texnikani, robot nimaligini tushunadigan. Lekin bizdan 1000 kilometr atrofdagi bola, qishloqdagi bola robot nimaligini tushunmayapti-yu. Ta'lim birinchi o'rinda biz ta'limda xalq ta'limida, ya'ni 1-sinfdan 11-sinfgacha robototexnika fan degan fanni qo'shishimiz kerak. Texnologiyada bor-ku, 4-sinf, 2-sinfdan boshlab texnologiya bo'limida robototexnika degan bo'lim bor. Bitta 4-sinfda bor. Lekin o'sha 4-sinfda aytayapman, mutaxassis yo'q ustoz. O'sha robot tushuntirish uchun. Ya'ni mutaxassislarni ko'plab tayyorlash kerak. Bizda fan bor, fan qisman bor. 1-sinfda, endi 1-sinfda men birinchi o'rinda ta'limga bosish kerak. Ta'lim sohasi 1-sinfdan qo'sh, 1-sinfda bola robot nimaligini tushunadi, 2-sinfda nima, o'zi 11-sinfga kelib bola, dasturchi bilan software bilan harf tanasanmi? Bemalol o'sha holatda biz zo'r ixtirochilar topishimiz mumkin. Hozir qarang-da, zo'r ixtirochilar qayerdan paydo bo'lyapti desak, maktab bitirib universitetga kirgandan keyin zo'r ixtirochilar paydo bo'lyapti. Qishloqdan kelgan holatni qaraylik ko'p. Misol uchun Toshkent sharoitida misol uchun 10-sinf, 11-sinf yoki 5-sinf oldi bola ixtiro qilyapti. Lekin qishloqdagi bolachalarchi deb o'ylaydigan qarasak, ta'limda sifatli kadr berib va kadrlarda ham birinchi o'rinda xalq ta'limida texnologiya ustozlarini o'qitishimiz kerak va ta'lim kerak bo'lsa ustozlar tekinga o'qitib, ularni birlashishimiz kerak ta'lim yo'lida. Mana shu rivojlantirish bo'ldi. Bitta o'sha o'zgartirish tomoni. Keyingi narsalar bo'lsa bizda yana ta'lim bo'ldi. Uchinchisi ham, ikkinchisi ham ta'lim, birinchisi ham ta'lim bo'ldi. O'sha men ko'rgan nuqta, boshqa nuqtani ko'ra olmayman men. Ya'ni oldimdagi nuqta bitta ta'lim. Ta'limda bola 1-sinf bola hozirdan o'zi 1-sinfdan bitta ustida ishlasa, boya aytganimdek yo'nalish tanlaydi-da bola o'zi 1-sinf, 4-sinfgacha o'zi robot nimalar, yo'nalishlar bor tushunib olsa, 5-sinfdan o'zi o'tib bola tushunishni boshlaydi. O'sha holat. Bo'ldi, boshqa narsani ko'rmayman. Agar siz ko'rayotgan bo'lsangiz, tomoshabinlarimizga aytsangiz yaxshi bo'ladi. Shunday, endi hamma o'zini ko'rishi har xil. Endi bizda ham shu asosiy katta bir o'zgarishlar bu albatta ta'limdan boshlanadi. Men o'zim aytgan bo'lardimki, xuddi IT ga o'xshab 2017-yildan buyog'ida xuddi shunday bir IT ga o'xshab keskin darajada bir buni ko'pchilikka ovoza qilib yetkazish kerak deb o'ylayman va o'z navbatida shunday bir da'vogarlar soni ko'payadi. Ya'ni mana shunday bir o'qiyman, izlanaman degan odamlar soni ko'payadi va undan keyin masalan sekin-sekin bundan chiqishni boshlaydi. Ya'ni biz agar 10 tani ichidan saralab olsak, bittasini olamiz, bu unchalik kuchli bo'lmasligi mumkin. 100 tani ichidan olsak, bu undan ham bitta ikkita olishimiz mumkin, u ham kuchli bo'lmasligi mumkin. O'sha 1000 tani ichidan saralab olsak, bu o'sha qaysidir jihatdan boshqa mutaxassis bo'ladi. 10 000 tani ichidan olsak, bu o'sha boshqa mutaxassis bo'ladi. Yana bir narsani hisobga olishimiz kerak. IT bo'yicha ham, masalan, Markaziy Osiyo davlat sifatida biz hozir yaxshi yetakchi bo'lib oldik. Xo'p, nega desak, da'vogarlar soni ko'p bo'ldi. Masalan, balki bir necha 100 ming tani tashkil qiladi. Va shularning ichidan eng zo'r dasturchilar chiqishni boshladi. Va bitta narsa tabiiy holatda nechtadan nechta dasturlar fail, ya'ni muvaffaqiyatsiz bo'lganlari ham ancha-muncha ko'p bo'ldi. Lekin baribir bu narsa nima deydi, jarayonni, rivojlanish jarayonini to'xtatib qo'ygani yo'q. Yana ko'proq loyihalar chiqarish boshlanyapti. Va shu o'rinda shuni aytmoqchimanki, aynan robototexnika bo'yicha ham biz katta bir ommaviy hamma butun tizim o'laroq bunga hammamiz kirishishimiz kerak. Har birimiz, masalan, chumoli deydi-ku, chumolida yelkasida suv tashagandek har birimiz mana shu sohani ommaga iloji boricha yetkazishimiz hamma uchun manfaatli va bu bo'yicha qiziqqan va bu bo'yicha o'ylab yurgan da'vogarlar chiqishni boshlaydi deb o'ylayman.
Xudo xohlasa. Mana shuni muhimroq deb o'ylayman. Hozirgacha kelgan bir tushuncha fikrlarimdan. Eng sizni uxlatmaydigan ham og'riq muammo. Misol uchun oliy maqsadingiz nima? Bir tomoshabinlarga ham bir mana shu texnologiyaga oid, ya'ni oliy maqsad avvalo hammada Alloh taoloning roziligini olish. Uxlatmaydigan kechqurunlarni ham misol uchun men uxlatmaydigan bitta narsa bor. Ko'pchilik yoshlarga qarasak, MITga o'qishga boraman, qaylarga o'qishga boraman. Misol uchun katta Cambridgega o'qishga boraman. Zo'r. Men ham o'zim havas qilaman MITlar, Cambridgelarga o'qishdi. Menda bitta uxlatmaydigan orzu bor. MITdagi meni oliy maqsadim MIT bo'ladimi, Cambridge bilan o'zbek bolalar borib dars berib, texnologiya nima, robot texnika nima, og'riq nuqtam. Men kechqurun uxlatmaydigan, kechqurun uyg'onib ketsam o'sha narsalar o'ylayman. Bitta g'isht bilan uy qurilib bo'lmaydi. 10 ta, 20 ta, millionlab g'ishtlar bilan chiroyli imorat qursak bo'ladi. Akalar, o'shaning uchun bitta meni yoki ustoz yoki kimdir bo'lmaydi. Shuning uchun birlashtirilgan holatda biz O'zbekiston rivojlanish. Hammani oliy maqsadi o'shanga, meni oliy maqsadim o'shanaqa. Sizda oliy maqsadlar qanaqa siz? Bizdagi oliy maqsad avvalambor Alloh yetkazsin. Bizdagi oliy maqsad men o'zimni har doim o'ylantiradigan fikrlardan biri bu har bir ilm fan texnologiya rivojlanishda ma'lum bir markazlar va maktablar o'rni bo'lak. Ya'ni universitet bo'lsin, ta'lim jarayonlarida o'rni juda katta bo'lak hisoblangan. Masalan, Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Farabiy juda ko'plab olimlar borki, bularning chiqishiga asosiy sabab bu katta bir akademiyalarni, ma'mun akademiyalarini, katta bir ilmiy markazlarni vujudga kelishi orqali bo'ldi. Hozirgi kunda biz ko'rayotgan Google, Apple bormi, Microsoft bormi yoki bo'lmasam hattoki o'sha Elon Muskning ko'plab loyihalariga asosiy chiqishiga sabab bo'ladigan bir joy borki, bu Amerikada Silikon vodiysi. Silikon vodiysi bu o'shanday katta bir insonlarni yetishtirib chiqaradigan joy. Va bizdagi niyat nima? Bizdagi niyat kelajakda mana shunday bir katta bir vodiy qilaylikki, mana shu vodiyda butun masalan texnologiya bo'yicha, robototexnika bo'yicha, ximiya bo'yicha juda katta bir yo'nalishlar bo'yicha olimlar jamlansinki, mana shu jarayonda biz katta bir olimlar, juda katta dunyo bir tamaddunini o'zgartirib yuboradigan darajadagi ilm ahllarini yetishtirib chiqarish niyat. Undan keyin shu orqali masalan teleportatsiya loyihasini qilish. Masalan, bu jismning bir joydan ikkinchi joyga gipotetik ko'chish deyiladi, ya'ni mana shunday bir jarayonni amalga oshirish. Ya'ni bu narsa masalan prosta fantastika emas va bu narsani qilish mumkin. Va albatta bu narsani qilish uchun ko'plab olimlarning mehnati, katta bir jamlanish kerak bo'ladi. Xudo xolisa shuni harakatidamiz. Siz ko'pchilik uchun siz teleportatsiya kulgili bo'lishi mumkin, lekin Qur'oni Karimda ham shunaqa albatta aytilgan. Ya'ni bitta narsa taxtni Bilqis qissasida keltiriladi. Ya'ni Bilqis qissasida Sulaymon alayhissalomni o'sha taxtni keltirish masalasi aytiladi. Shunday mazmunda keladi. Shunda bir kishi, kitob ahlidan bo'lgan bir kishi deyishadi mazmunda shunday. Siz ko'zingizni ochib yumguningizcha bu taxtni olib kelinadi deb aytiladi va shu narsa olib kelinadi. Mana shu jarayon umuman olganda yana ko'plab bunga yana boshqa bir misollar va isbotlarni ham topishimiz mumkin va hozirgi kundagi kvant jarayonida kvant fizikasi bor. Ya'ni fiziklar uchun tegishli bo'lgan. Kvant fizikasi bor, ya'ni kvant zarralari bor. Kichik zarralarda, ya'ni massaga ega bo'lgan zarralarda teleportatsiyaga o'xshagan bir muhit holatida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish imkoniyatlarini, ya'ni kvantoviy запутанность deydi, ya'ni kvant darajasidagi bir almashishlik degan ma'nosida ham ketadi. Mana shu jarayonlar ham bajarilmoqda. Bu narsa o'sha belgilar boshlangan. Shu biz hozircha o'sha chumoli harakatidamiz. Inshaalloh maqsadlarimiz katta, niyatlarimiz katta. Balki hozir
deb katta bir natijalar ko'rinmayotgandir, lekin bir necha yillardan keyin Xudo xolasa, Alloh nasib qilgan bo'lsa, shu natijalarga erishamiz. Rahmat, mana shu podkastlarga. Rahmat. Xo'p, ustoz, bitta e'lon beraman. Biz Yuksalish maktabida hozir kontaktlarimizni ham qoldirib ketamiz. Muhandislar jamoasi tuzyapmiz. Research degan bizda Yuksalishda ochilgan aynan muhandislarga, muhandis degan aynan kimyo muhandis bo'lishi mumkin, har xil muhandis yo'nalishlar. O'shanga taklif qilamiz, o'zimiz saralab olib, shu jarayonlar bo'lamiz. Muhandis Yuksalish Research degan bizda jamoa bor, shu qo'shilish imkoniyati bor sizlar uchun. Muhandislikka qiziqib yurgan viloyatlardan bemalol kelib, bizning jamoa qo'shilib ishlash mumkin. Ya'ni o'sha holatda o'zimiz keraklicha o'rgatamiz, ilmini beramiz, daromadga kiritish jarayonlarini ko'ramiz. Bemalol biz kontaktlar qoldirib qo'ysak, beramiz sizga. Bemalol Yuksalish Researchga taklif qilamiz. Rahmat.